Assalamu alaikum vatandaşlar. Bugün alayda bir gün. Yani bizning Sharq Turkistonning tarixida unutulmas bir gün. 30 yıl burunqi mush kunda vatanimizning Aqto'y nahiyasiniki Barin yezisida tajovuzchi Xitoylarga qarshi issiq jinini olqiniga ap qo'yib vatanning ozodligiga atlangan qahramonlarimiz Barin nahiyasida, Barin yezisida bir qatimliq keng ko'lamlik mustaqillik urushi yapmagan idi. Gerçi özüdün ming esa, milyon esa kuchli bo'lgan düşmanga, ashaddiy Xitoyga yengilib qolgan bo'lsa-mu, ammo bu inqilob hozirgacha qalbimizda hech o'chmadi. Millatimizga bir turtki bo'lib kelyapti. Her qatim Barin inqilobchilarini o'ylaganimizda vatanimizniki istiqloliga, kelgusiga bo'lgan ishonchimiz oshadi, vatanimizning mustaqilligiga bo'lgan ishonchimiz oshadi. Bugungi xotir kunda oldi bilan shu Barin inqilobiga qatnashgan va shahid bo'lgan barliq qahramonlarimizni chin dilimizdan eslaymiz, ularga opirin o'qiymiz. Hem Allah'tan ularga cennet tilaymiz, hem Allah'tan bizga mushu qarindoshlarımızga o'xshash vatanning ozodligi, mustaqilligi yo'lida shahid bo'lish nasibasini ato qilishni tilaymiz. Bugun oldin e'lon berganimizdek o'tgan qatam mushu agar urush portlab qolsa, chunki bu urush burnimizga purab turadi qarindoshlar. Portlab qolsa biz nima qilishimiz kerak degan bir temada suhbat qilgan edik. Ammo ba'zi texnikalik sabablar tufayli oxiri uzilib qolgan edi. To'liq chiqmagan edi. Shunga uning oxirini chiqarib o'tish maqsadida bugun yana qarindoshimiz Abdurahimjon bilan qarindoshimiz Umid Uyg'urni ekranga taklif qildik. Assalomu alaykum qarindoshlarim. Salomat yaxshi turdinglarmi? Bayı deganimdek bugün alayda bir gün. Şu yakın zamanımızda o'tgan bir qahramonlarimizni, botur avlodlarimizni, ajdodlarimizni eslab o'tiribmiz. Ishni sizlarmi bugun bu ishga diqqat berdinglar. Çünkü bütün dünya bo'yicha hamiyatki qarindoshlarimiz Barin inqilobining 30 yilligini xotirlayotdi. Qahramonlarimizning ro'yiga atab duo qilyotdi va vatanimizniki mustaqilligi uchun duo qilyotdi. Bu vaqtda shu ikki qarindoshimizniki oldi bilan yurak so'zlarini anglab o'tamiz, ondan keyin bugungi temaga o'tamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Assalomu alaykum. Suhbatga qatnashayotgan, suhbatni yetaklayotgan Jasorat qarindoshimiz va Umid qarindoshimiz, sizlarga Allohning salom bo'lsin. Aleykümselam. Assalomu alaykum. Shu bizning suhbatimizga quloq solib anglagan va bundan keyin anglaydigan barliq qarindoshlar, bugun bundan 30 yıl burun şu bugünkü günde Xitoy mustamlakachilarga qaytarma zarba berib, vatanning o'zini qurolliq kurash bilan ozod qiladigan Sharqiy Turkiston ozodlik tashkilotining qurolliq harakati qo'zg'algan kuni. Bunga 30 yil o'tib ketdi. Bu hareket yuz bergan jarayonda va bu hareket bastırılıp onun javobgarligi tortilayotgan vaqtlarda bu
işten yani 30 yıl ötüp ketganligini biz o'ylamaydik. 30 yıl o'tgandan keyin şu kunni xotirlab o'tirganini biz o'ylamaydik. Balkim 3 yil, 5 yil yo 10 yil ichida keng ko'lamli urush qo'zg'alib, Xitoy mustamlakachilarning vatanimizni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lganligiga ishondik. Bu ishonchni hozirmi yo'qotmadik. Hozirmi shu bundan 30 yil burungi mushu bugungi kundagidek ishonchda turyapmiz. Ammo Xitoydek bir Jahongir haqiqatni tonimaydigan, insoniyatni tonimaydigan bundaq bir zolim, vahshiy, qaloq bir millatning o'ziga qarshi urush qilib vatanni ozod qilish o chog'dagi bizning tonishimiz, bizning hissiyotimizga o'xshaydigan ish emaski, ya'ni unchalik oddiy ish emaski, biz buni kundan kunga, yildan yilga tunib yetyapmiz. Shuning uchun aradan 30 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, bugun bu shonliq inqilobning 30 yilligini xotirlayotgan kundimi yana shu chog'dagi hayajon bilan turyapmiz. Yana bu vatanni chuqur qurolliq ozod qilamiz. Mushu biz ozod qilamiz u vatanni. Biz hozirgi kelgulik mush Xitoylarning qonli qirg'inchiligi ostida shahid bo'lgan xalqimizning, qarindoshlarimizning va qahramonlarning, rahbarlarining qissasini olamiz, vatanni ozod qilamiz. Xitoydan buni to'lam to'latamiz degan shu ishonchda, shu umidda qarindoshlar sizlar bilan suhbat o'tkazyapmiz. Sizlar bilan bu programmani o'rtoqlashyapmiz. Endi shu harakatning 30 yil burun qo'zg'alib chiqishi, yana Barin inqilobi deb atilib kelishida nurg'un qatim bunga izoh berdim, ammo bu bir yilki odatdagi bir insonlarning orasida shunday bo'lgan bir atalg'u, ya'ni bu bir jamiyatda nima deymiz endi bir voqea bo'lgan chog'da unga yoki o'rniga yetakchilik qilgan kishilarning nomi bilan atilgan gapga yoki vaqt bilan atilmasga yoki o'rin bilan atilib odatlanadigan bir ishga bu. Shuning uchun buni Barin inqilobi deb atab keldik. Uning boshqa bir izohotiga majburlashningmi zurriyat qolmadi. Endi shu chog'da 90-yili, 90-yili mushu kunlarda nima uchun bu harakat qo'zg'alib chiqqan degan savol nurg'un kishilarningki tushunchasiga bu javobsiz qolib qoladi. Balkim shu vaqtdagi yoshlarning o'zi hayajonga, hissiyotga tayinib yoki Barinda elib berilayotgan ig'ir alvansizlik, hasha, zulmga chidab bo'lolmay, mushunda bir qo'zg'olon bo'lganki deydigan tushunchalarmi yo'q emas, hali salmoqni egallaydi. Amaliyotda o bir turkum yoshlarning diniy e'tiqodi yoki yoshlik hayajon hissiyoti bilan yoki Xitoyning Barin xalqiga ig'ir sevotgan zulmiga chidab bo'lolmay qo'zg'alib ketgan bir harakat emas. Balki shu vaqtdagi xalqaro vaziyat, Sovet ittifoqining ichki tashqi ahvoli, Sovet ittifoqidagi bir qudratlik shundoq sharqiy yarim sharga hukmronlik qilayotgan, butun dunyoga tahdid solayotgan bir hukmronlikning holash holga tushayotgan vaqti edi u. 85-yildan boshlab qayta qurish islohot elib berish orqali ham ichki jihatdan vayron bo'lgan Afg'on urushida yengilib 88-yili Afg'onistondan askar chekindirib mag'lub bo'lgan vaqtidan biz shunchalik ilhomlangan, bizmi shu fursatda qo'zg'alib chiqib shunday bir qurolli harakat qilsak, albatta bizmi g'alaba qilamiz degan tonishga kelgan yoshlarning o'zi bu harakatni tashkillab, tashkilotni qurib, rasmiy qurolli harakat qo'zg'ab elib borgan harakatdi. Ammo Sovet ittifoqini Afg'onistonga qarshi yengishda Afg'oniston mujohidlarining aqsida NATOga o'xshash, Amerikaga o'xshash butun islom allariga o'xshash kuchlarning mavjud ekanligidan biz asosan xabarsizdik. Vatan ichida o chog'da axborot sistemalik ravon bo'lmagandan keyin shu chog'da Xitoyning axborotida, Xitoyning gazetlaridan nima chiqsa shuni o'qiydigan chog'larimiz bo'lg'achqa ham
Ceddede çıkıdığan Türkistan Radyosu ve Münhen'den tarqıldığan Erkin Amerika Avaz Radyosu qatarlıq muşundaq radyolardan anlaytdıq chet elde boşqa işlarni. Bizga yetib kelgan xabarning o'zi shu mujohidlarninki nihoyatda sog'lom iymon aqidasidan mujohidlar bosh egmay mushundaq uzun yillab kurash qilib jihad qilganlikdan Alloh taolo nusrat berdi. Sovet ittifoqi tankib qilolmay yengildi degan mushunchlik doirasidagi bir oddiy tushuncha botdi bizda shu vaqtda. Shu chog'dagi ilg'or yoshlarning o'zida shunchalik tushuncha botdi. Bu ilg'or davrdagi yoshlarning o'ziga ma'naviy jihatdan, siyosiy jihatdan tushuncha bergan pesh qadamlarning bililgan ma'lumoti shunchalikdan ortiq emasdi. Shundaq bir davrda bu inqilob qo'zg'alib, hech qanday bir tashqi yordam kelmay 4-oyning 5-kuni qo'zg'alib 4-oyning 28-kunigacha dala urushi, tog' urushi bo'lib, oxirida 4-oyning 28-kuni taltikus bostirib tugidi. Shu vaqtgacha chet eldan hech qanday bir yordam kelmadi. Mayli Afg'oniston mujohidlari bo'lsin, mayli boshqa kuchlar bo'lsin, bizniki o'qan harakatimizni hech qanday bir uchur chet elga yetmadi, chet eldan aloqamiz kelmadi, ham unda oson aloqa yordami kelmaydi ekan. Keyin chet elga chiqqanlardan keyin nurg'un ishlarni bilib yetdik. Endi demoqchi bo'lgan gap o'lishgunki suhbatining davomiga munosabatlashtirib, endi mashaydan bizniki boshlaydigan nuqtamiz mashay markazlashuvdiki, hozir endi 30 yil burungi shu bugungi kunda Barın inqilobi deb atalgan bu harakatning tashkillanish va qurolli qo'zg'alish jarayoniga nima sabab bo'lgan desanglar, shu vaqtdagi tashqi vaziyatdan olgan ilhomni nihoyat cho'ng sabab bo'lgan buning qo'zg'alishiga. 30 yildan keyin hozir jahon taraqqiy qilib naytadi degan chog'da hozir Xitoyning yeridan bo'g'di. Xitoy eng qudratli bir kuchga aylandi, ammo Xitoyning qarshisida bütün G'arb dunyosi va Amerikadan iborat bu kuch hozir Xitoyning qarshisida tiklandi. Endi Xitoyni urush qiladigan bir bosqichga, ya'ni bir bo'longa so'rab akilyapti, qistab kelyapti. Endi bizni rasmiy ilhomlanadigan, mushu bugungi kundan 30 yil burungi mushu bugungi kunning o'zi hozir bizga chet elda yaqinlashib keldi qarindoshlar. Endi mushuninga bugungi suhbatda haqiqatlarga yana bir qor fikrimizni taqdim qilamiz. Ben hozir müşahede to'xtay. Rahmat. Rahmat. Endi bu ümit qeyrinishimizniki bu barın inqilob haqida o'ylaganlar, esqalarni qisqacha anglaymiz. Ondan keyin asosli temaga o'tamiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Alaykum salom. Birinchi jasorat bu jasorat sahnesida bu fursatni yaratganligingiz uchun rahmat. Abdurim qarindoshimizning bu vaqtda so'zlab bergan so'zlarga nihoyat rahmat aytaman. Hamda hozir bu Barın voqeasining 30 yilligini tabriklab o'tiryapmiz. Abdurim qarindoshimiz degandek şehitlerimizin ve bu qimmatlik Sharq Turkiston urushining degim keldi meniki. Bunu Barın voqeasi deyish o'zi nihoyat bir shaklimilik bo'lib qoldi deb qarayman. Bu Sharq Turkiston mustaqillik davosining bir partisi deb o'ylayman. Chunki bunda deyishimlik sabab keşke Sharq Turkiston mustaqillik davosininki bütün yol xaritasi şu Barın voqeasining, ya'ni Barındagi inqilobninki yol xaritasi bilan davom qila olgan bo'lsa, belki bugün Sharq Turkiston bu kunda bo'lmagan bo'ladi deb qarayman. Hamda bu yerda shu bir masalaga aslında sizib o'tib ketishni xohlayman. Oxirgi mezgillarda bo'libmi bu 5-10 yilning yog'i xalqimiz orasida shunday bir gaplar bor. Sharq Turkiston davosini palonchi, piskinchi yoki birasining ismi bilan, ma'lum shaxslarning ismi bilan va yoki ma'lum bir tashkilotlarning ismi bilan
mandaq taraqqiy qildiryapti deydigan bir xato tushuncha bor. Bu yerda boya Abdurahimjon qarindishimiz nihoyatda bir muhim nuqtani so'zlab o'tib ketdi. Barın vaqasi, ya'ni bizning Sharqiy Turkiston inqilobininki muhim parchasidan birisi bo'lgan, ya'ni yaqinqi zamon tariximizdagi haqiqiy bir mustaqillik urushi desak bo'ldi buni. Bu haqiqiy bir mustaqillik urushining davri bilan hozirgi davrni solishtirib baksak bo'ladi-da. Agar shu Barın vaqasi bugun bo'lgan bo'lsa, shu Barın vaqasi, Barın inqilobi G'ulji vaqasi bo'lgan vaqtida 97-yili bo'lgan bo'lsa, shu qurolliq vaqa. Shu haqiqiy vatanning egilik huquqi uchun, xalqimizning mustaqilligi uchun rasmiy jinini tikib kurash qilishdek shu haqiqiy inqilob kuchi, inqilob uslubi G'ulji vaqasida bo'lgan bo'lsa, ya'ni shu davrda va yoki Urumchi vaqasida shunday bir fursat bo'lgan bo'lsa, shunday bir g'oya bo'lgan bo'lsa, balkim Sharqiy Turkistonninki ahvoli bugungi ahvolda bo'lmagan bo'ladi. Balki bugun Sharqiy Turkiston to'proqlarida o'zimizninki bayrog'ini tikib, egilik huquqimizni o'zimiz boshqargan bo'lardik degan o'ydaman. Hamda Sharqiy Turkiston davosini u yoki bu va yoki u tashkilot mundaq taraqqiy qildiryapti deyish o'zi dunyodan xabarsiz bir elingan tushuncha deb o'ylayman. Ya'ni Urumchi G'ulji vaqasidan keyin, ya'ni 97-yildagi bu 5-fevral vaqasidan, ya'ni inqilobidan keyin Sharqiy Turkiston davosi rasmiy xalqarada, ya'ni Sharqiy Turkiston masalasi deyli, ya'ni Uyg'urlar masalasi xalqarada qisman tonulishga boshlandi. Hatto Uyg'urlarninki shu yerda shunday bir zulm ko'rayotganligini anglashga boshladi desak bo'ldi. Chunki dunyoning taraqqiyoti bilan, bu media degan narsaninki taraqqiyoti bilan shu O'rta Osiyodan, shu Rossiyadan, shu O'rta Osiyo davlatlardan bizning vatanga tijorat qilib kirganlarning tortib olgan videolari yoki ilib olgan ba'zi gap so'zlardan shularning bergan ma'lumotlari orqali dunyoga qisman taqalgan bo'ldi. Endi Urumchi vaqasi-chu, Urumchi qirg'inchiligi deyli. Urumchi qirg'inchiligida bu dunyoga taqaldi. Hatto Turkiyadek bir davlatning prezidentlarini Erdoğan'dek, ya'ni bu bir muhim siyosiy insonlarni bu bo'layotgan ishlarga men irqiy qirg'inchilik deyishdan boshqa ism qo'yolmayapman degan yerga akagidek tarqaldi bu voqealar. Endi mening de demoqchi g'ayrim nima degan chog'da shu Barın vaqasi, shu Urumchi vaqasi bo'lgan vaqtida shu o'xshash harakat uslubi bilan bo'lgan bo'lsa, dunyoda qanchalik ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Abdurahimjon qarindishimizning degandek, Barın vaqasi asli haqiqiy Sharqiy Turkistonning egilik huquqini qo'limizga ilishda bizning qo'llanadigan kurash inqilob uslubimiz asli. Endi men G'uljida, shu G'ulji vaqasi vaqtida, G'ulji inqilobi deyli, endi G'ulji vaqasida men shu G'uljida. Endi bu yerda men Barın vaqasi bilan G'ulji vaqasininki o'ttirisida bir selishtirma olib berish niyatida emasman va yoki bo'lmasa G'ulji vaqasini bu bir tuvan darajalik bir kurashdi, inqilobdi deb qaramayman. Ya'ni Sharqiy Turkiston davosininki Uyg'urlarninki xalqarada tonilishda nihoyatda muhim bir rol o'ynagan bir vaqa. Ammo odamni ichindiradigan tarafi shu. G'ulji vaqasida ko'zlarimiz izlab ketdikki, ashada kashki bir Sharqiy Turkiston to'g'riliq, ozodlik, mustaqillik to'g'riliq bir lozungi bo'lgan bo'lsa-da. Endi bu yerda farq shu, millat jinini tikalaydigan bir millat ekanligi aniq. Ya'ni shunchalik kuchlik bir askariy kuchga, nupusga
igi bir davlatning oldida Baran voqeasidek, ya'ni Baran inqilobidagi bizning shehidlarimizdek insonlarning o'tirib chiqalishi, Olcu voqeasidek bir hareketlarda shunchalik so'g'oqqa qaramay, hatto o'zining o'lib ketishi ehtimoli borligini bilib turib, Xitoyga qarshi tura olish deganlik nima? Deganda Xitoyga qarshi tura oladigan jinini, hayotini vatan uchun, shu millat uchun beg'ishloladigan, ato qila oladigan xalqimizning borlig'i o'ttirda. Lekin harakat uslubi, kurash uslubining xatoligidan insonlarning jini behuda, ya'ni o'zini o'limga tutib berish ishlaridagi ishlar bo'layotgan bir xato siyosiy harakatlarimiz bo'ldi. Ammo Baran voqeasi bunday emas. Masalan, G'ulji voqeasida La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan shiorlar bor. Men shu lozunglarni ichidan izlagan lozung nima desa, Xitoylar Sharq Turkistondan shartsiz chiqib ketdi. Bu Sharq Turkistonga mustaqillik degan bir shu kichik bo'lsa bir paxta chiqqan bo'lsa shu yerda shu G'ulji voqeasiga qatnashadigan, jinini ataydigan inson shu yerdagi insonning necha misli ko'paygan bo'ladi. Endi bu yerda demoqchi bo'lganim yana G'ulji voqeasini Peki bu kurashni ahamiyatini tuvallashtirish emas mening maqsadim. Ammo maqsad Baran voqeasiga qo'llangan bu yerdagi harakat uslubi bizning mustaqillik, egilik huquq da'vosidagi eng muhim bir ahamiyatli inqiloblardan birisi ekanligini demoqchiman. Tamam. O Baran voqeasi bo'lgandan keyin uzun o'tmayla men o chog'da televiziya stansiyada ishlayotgan vaqtlarim bizga hamda o chog'da biza amilim bordi, kadrlarga bir ishki material deb bir hujjatli film qo'yib bergan, ya'ni shu Baranda bo'lgan voqealarni naq maydonda e'longan ko'rinishlarga. Shuningdek bir ko'rinish hozirgacha esimdan ketmaydi. Ya'ni kichikdan bir to'pi uyda bir qerindishimiz qo'lida bir ko'say miltiq bor ekanda. Shu bir ko'say miltiq bilan etib o'tadi. Atrofida 200 dan ortiq Xitoy askari, qo'llarida avtomat, hatto nemo o't purkish qurollari bor. Shuning bilan ashunga kavatida yiqilyotdi, ammo haliqi Xitoy askarlarining holi qarsang bir o'limdan qo'rqib dumilab ketayotgan ishning o'zi. Şu kadar korkunuş bilen aldığı ilgililayotdiki onun qo'lida avtomat. Haliqi bizning qeyrinishimizning qo'lida bir ko'say miltiq, balkim yerlikda yasagan miltiqmi bilmadim yoki Xitoyning qo'lidan tortib olganmi. Aşağıda shu miltiq bilan pangli bir pay atqandi. Bu ishki material bo'lg'ashqa naq maydonda ajoyib yaxshi olib qo'yibdi-ki, bir Xitoyning qo'ng'ig'i tegdi-da, hali qo'qdisi. Ayyo deb yig'lab Xitoy o'zini itibatganda bir marta Xitoy kelib uni ko'tarib aketgan ko'rinishlar bor. Anadan keyin Xitoy oxiri nima qilib zambarak atdi bunga. Zambarak etib portlatib atgandan keyin yana xotirjam bo'lolmay, haliqi o't purkiydigan quroli bilan o't purkib haliqi yiqilib tushgan to'pi o'yining ichiga. Oxir ishidan chiqqani bir qahramonimizniki meyiti bo'ldi. Shu chaqda biz endi qorong'u o'yliqi bir zalda qo'yib bergan, filmni qorong'u qo'yatdi, ko'zlarimizdan taramlab yosh chiqib ketgan. Ammo shu chaqda ko'rib oldikki, ichimizda Xitoy bizga bu asli inqilobchilarning asli mohiyatini ko'ringlar deb qo'yib berdi-yu, ammo biz bu filmni ko'rish jarayonida bizning xalqimizning naqadar botirligi, naqadar qo'rqmasligi, Xitoyning naqadar qo'rqanchoqligi, jinining naqadar tatiqligi shuni ko'rib olgan-yu, ichimizda xap bizga mushkullar keldi, shu miltiqni qo'limizda tutib, mush ishtek titrab turgan kofirlarni o'tirdigan kunlar keldi degan ideya kelgan taral qallamizga. Ammo Aslında azraq bir ishki nuqta qo'shib qo'yib qoldim hamda jasorat, agar ruxsat bo'lsa. Bo'ldi.
bugungi suhbatning o'zi hamda oldingi qitimqi suhbatning davomi bo'lg'achqa mana bir qisqacha so'zlab o'tib andan keyin asli programmaga boshlab ketamiz deb o'ylab bunda boshlagan endi hozir mana bu Barınınki bu barında bo'lgan bu inqilobning jarayonini eslashga to'g'ri kelib qoldi qarindoshlar. Asli bu bir voqea emas. Qarindoshlar biz ma vatanda uni inqilob degan olmaydi. Ya qo'zg'olon deydigan gap, ya voqea deb ataydigan gap, boshqa vatanda shunday otilib ketgan, chapdaga chiqqandan keyin odatlanib voqea deb ko'yatimiz. Bu barın inqilobi degan gapning o'ziga asli norozi kelganman. 10 necha mana barın inqilobi demanglar, Sharqiy Turkiston ozodlik inqilobi bu deb so'zlab chiqib oxir ziyg tashlashgan bu gapni. Bu voqea emas birinchi. Ikkinchidan bu tashkillik harakat. G'o'ljiligi 97-ki g'o'ljiligi qirg'inchilik u bir yoshlarniki tashkilsiz ep bo'lgan namoyishi. Tek bir davlat ko'chaga chiqib biz iymon shahodatni oshkora jakolaymiz. Peygamber Aleyhisselam hicretten burun Mekke'de müşriklarga imanı aşkar jakalagan deb yaşlarının bir xil qiziqqanlik quturuşu bilan chiqib biz imanı aşkar jakaldik deb tevhid kelimasi yozilgan lozungini ko'tarib chiqib biz imanı tunji qatim aşkar jakalavatamiz deb mono bilan qirg'in bo'lib ketgan. Bu tashkilot emas, tashkillik harakat emas, qo'lja harakati. Ma barında bo'lgan bu barın inqilobi deb atab ko'yatganimiz bu rasmiy tashkillik, partiyalik, intizomlik harakat. Bular o'zi Qur'onni yozgan. Endi o jasorat sen misolga olgan o hadisining o'zi u urush bo'layotgan davrdagi ish emas, tozalash ep berayotgan 4-ayning 8-kundan keyin urush markaziy rayonda umumyuzlik bostirilib bo'lgandan keyin uy kirib tozalash ep berayotgan chog'dagi ko'rinishlar. 4-ayning 5-kundan 4-ayning 8-kunisi soat 10gacha oralikda bu yerda bo'lgan qonli qirg'inchilikda o Xitoy deganda yurak qonmagan, qancha minglagan Xitoy askarlari o'lgan bu yerda. Shu barınning o'zida. Shunga ma'vo sen misol olgan ko'rinish buni o'zi tozalash ep bo'lgan 4-ayning 8-kundan keyingi uy kirib ep berayotgan harakatlar. Endi buning jarayonini asli maxsus programda so'zlash kerak edi. Bu bo'lmay qoldi. Bugun boshqa programda davom etamiz. Mana bir aslab o'tib xatirlab o'tib ketamiz deganlik uchun endi mana bo'lganda shunga qarindoshlar yana buni oddiylashtirib tushunib qolmasin, mana suhbatni programni anglaydiganlar. Shunga biz asldagi programga o'tib ketsak deb orzu qilmoqchi. Tamam. Endi 30 yil burunqi bay degandek shu urush bir hisobda uni ko'rgandan keyin qachon vatanimizda bir kam ko'lamda bir urush bo'la, bu qatimqini qonliq bostirayotdi Xitoylar deydik. Mana hozir burnimizga bu urush purab turyotdi. O'tgan qatim bir aqor sabablarni ko'rsatdik. Bugun yana bir ikki video bilan boshlaymiz. Buningda oldi bilan bir yana shu US Military deydigan birsi YouTube'da ishlagan videoga buni qisqacha ko'rib o'tgandan keyin boshqa yana bir necha video bor. Ularni ko'rib o'tgandan keyin ondan keyin munozara o'tamiz. US asked UK to fight Beijing in South China Sea. South China Sea tensions have seen China clash with Asian countries and the US, but the UK has also threatened to intervene as Beijing's aggression intensifies. The warning was issued by the then Defense Secretary Gavin Williamson amid increasing concerns that the South China Sea region could be plunged into accidental conflict. In February 2020, Mr. Williamson indicated in a speech that the UK may have to intervene in the future to confront China as it continues to flout international law and is resurgent in rebuilding its armed forces. He also said that the first operational mission of the HMS Queen Elizabeth would include the Pacific region. While the region is primarily contested by the US and China, the UK also has a keen interest in the region. One reason is that a notable 12% of British trade passes through the South China Sea each year. Maritime shipping is 9% of global trade according to the same figures, and given the region's growing importance, an increase is likely. This could present a big opportunity for the UK to
Bu videoda nima deyilgan deganda men to'lig'ini qo'yishni to'g'ri ko'rmadim. Bu to'rda qancha qarindoshlar taqdirlatdi. Bu videoda gapning beshi nereden boshlangan deganda Amerika Angliyani Janub dengizida, ya'ni Janubiy Xitoy dengizida Xitoyga qarshi harakatga chaqirgan, qo'shilishga chaqirgan. Deganda anandan agishiblar Angliyaniki mudofaa ministriniki bu Xitoylarniki bu Xitoy Janubiy dengizida, ya'ni Janubiy dengizida haddidan bak ishib ketayotganligi, nurg'un yerlarni besib olganligi va ba'zi sun'iy orollarni yasab urushga tayyorlayotganligini nazarda tutib, Angliyaniki eng ilg'or bo'lgan aviya matkisi Queen Elizabeth, ya'ni ayol podsho Elizabeth nomida atalgan aviya matkisini o'sha Janubiy dengiz tarafga avatadiganligi to'g'risidagi bir xabarga, bu shu yangi ishlangan videoga biz qarindoshlarimiz orasida tarqalyotdi. Undan boshqa yana bir videoga ko'rib chiqamiz. Bu burun Trumpniki, prezident Trumpniki bosh mushaviri bo'lgan Steve Bannon. Bu hozirmi Amerikada nihoyatda kuchli ta'sir bor bir siyosatchi. Buniki bir programda degan bir gap borki, uni ko'rib chiqamiz. People, the Chinese people, among the most decent, hard work to the United States of America, and they are a threat to humankind. The Chinese knowing about this, not saying anything at Davos, not saying anything when they came over signing the Phase 1 deal, keeping this all hidden in low pro. Approximately 400,000 people coming over from China to here before President Trump went and dropped the hammer on those travel restrictions. I mean, this is just this is mind-boggling. Remember, this is not about the Chinese people. The biggest victims of the Chinese Communist Party are the Chinese people, and you can see in Wuhan. The death toll in Wuhan, the destruction of Wuhan and Hubei, they didn't care, and they don't care today. The devastation. They are a menace to their own people. They're a menace to the people of the United States, and they're a menace to the people of the world. More formally now, I think we need Nuremberg-type trials for Xi and Wang Qishan and these guys. Forget whether they're going to they did this. It's a bioweapon or a vaccine. That should all come out in adjudication. That's not for today. But we know for a fact they knew about this, and I think we're going to prove that they knew about it as early December, maybe even late November. Cadres in the Chinese Communist Party. Patient zero is in, I think, mid-November, and that's going to be proven. Some people are saying it's even before then, but let's mid-November. That means it was 60 days. That tweet on the 14th of January, where the head of the World Health Organization tweeted out that after consultation with Chinese senior medical officials and their CDC, says they see no human-to-human transmission. That is a stone-cold lie, and that's the reason we got this problem. And what makes it even more obscene, and this is something that our viewers should understand, this is... Steve Bannon'un degan gapi, bu Xitoy Kommunistik Partiyasi deydi. CCP hozir butun dunyodagi insoniyatning dushmani bo'lib qoldi deydi. Bu dikkat qilsanglar, Steve Bannon hozir Amerikada kuchli ta'sir bor bir siyosiyon. Gerçi Aqsaraydan chiqib ketgan bo'lsa-mu, buning hukumatga, parlamentga qattiq ta'siri bor bir odam. Bu dedi, Xitoy Kommunistik Partiyasi hozir insoniyatning dushmaniga aylandi deydi. Anadan ular, masalan, o'tgan yili 11-oydan boshlab tarqalgan kasalni yushirib, 1-oyning oxiriga kelganda e'lon qilgan bu jarayonda Dunyo Sahiyat Tashkiloti degan Xitoyning kuchki Xitoy Kommunistik Partiyasi bilan maslahatlashish orqali dastlab nomus qilmay bu kasal odamdan odamga taqamaydi deb yolg'on uchur taqatgan. Mushu orliqchi bo'lgan orliqda Amerikaga 400 mingdan ortiq Xitoy kirib olgan Wuhan rayonidan, Hubei rayonidan. 400 mingdan ortiq Xitoy o'sha Amerikaga kirib olgan. Ya'ni Xitoy vaqtida o'sha uchurni yetkazmaganligi uchun dunyoga, Amerikaga shu kasalni yuqtirgan 400 mingdan ortiq Xitoy Amerikaga kirib olgandan keyin Amerika xabar topgan va prezident Trump darvozani taqagan Xitoyga. Demak, bu yerda aniq turibdi. Andan keyin muhim bir gap, Bannonning gapiga diqqat qilsanglar, o'sha Xi Jinping bilan Wang Qishan degan o'xshash ablahlarni, these guys deydi, o'shalarni
Nürnberger çoğun sotuğa okşaş sotlaş gerek. Yani Nürnberger sotu nemi sot desanlar kardeşler. İkinci Dünya Uruşu ahırlaşkandan keyin Nazist faşistlerini Germaniyanın Nürnberger degan şehirde çoğun dairede sotlagan halkaranınki. Yani teslim bolgan şu uruş esirlerini aşağıda nim qilgan, sotlagan ve nurgun nazistlarga ölüm hüküm qilgan, мәңгілік jaza e'lon qilgan ve başkalar. Demek ki bu gapning ma'nosi nima deganda biz ularni urush jinoyatchilari tariqasida sotlashimiz kerak deydi. Bu asan bir gap emas qarindoshlar. Ya'ni Amerikada şu kadar kuchli ta'sir bo'lgan bir siyosiy yo'lniki ularni urush jinoyatchilari o'rinda sotlashimiz kerak deganning o'zi ikki ma'no chiqadi. Birisi, agar tinchlik bilan qo'lga tushirsak, buni yana urush jinoyatchilari o'rinda jazolaymiz, sotlaymiz yoki urib bularni qo'lga asirga tushirgandan keyin, anandan keyin yana Nürnbergerdikiga o'xshash urush jinoyatchilarini sotlagandek sotlaymiz degan gap. Buningda nima farq chiqadi qarindoshlar? Urush farqi chiqadi yani. Çünkü Xitoy oldin qatib programmada deb o'tdik. Hozir Amerika ma umid qilayotishimiz degandek bir shtatniki 20 trillion talab qilgan. Uningdan boshqa yana bir ma Angliyaniki bir nimasi borki, buning ko'sak bu Angliyaniki bir nimasi borki, onun da ben bir nimeni çıkarttım. Aha. Hı. 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 Ja. Hm. Mhm. Hm. Ja. Hm. Hm. Mhm. Hm. Hm. I am American deydigan, men Amerikalik deydigan bir bu ah olsun, qara olsun, nima olsun ama Amerikanın menfaatiga to'qingan vaqtida bu yerda bir davlatchilik ruhi var bularda. So bu adam mesela şu Trump tarafından hukuku çıkarılıp Trump tarafından hukuktan tushirilayotgan adam bu Jeff Sessions degan. Ama tünügünki bir yerdeki davlatchilik ruhi ne demekçiyim bir yerde. Bu adam dedi ki Trump hozirgacha Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda eng qattiq to'g'ri yo'lni tutayotgan adam, ben bunu qo'llayman deydi. Xitoy bilan munosabatlarimizni biz yaxshilashimiz kerak. Biz Xitoy bilan munosabatda bo'lishimiz kerak deydi. Ammo bu yerda bir odil tuzum bilan bo'lish kerak. Aldamchilik bilan emas, yoki bo'lmasa bizning foydamizga, ya'ni Amerikan manfaatiga uygun şekilde tuzilib qaytadan tuzilib chiqish kerak bu deydi. Bu yerga bu gaplarga diqqat qilish kerak. Hozir sening Steve Bannonning degan gaplari, Jeff Sessions'ninki degan gaplari bular Amerikadagi odatdagi bunday odamlar emas bularchu. Bularning har bir gapiga Amerikaning ichida millionlagan odam bularning har bir degan jumlasiga diqqat qilib turgan odamlar bu hamda. Sonuçta Sinan deganingdek bu adamlarning da'vatini hozir Xitoy bilan ticari, iqtisodiy normal bir siyosiy munosabat darajasida emas, bu rasmiy hozir urush darajasiga yetgan. Hatto Sinan Steve Bannonning gapidan shuni ko'rish qo'ldiki, bularni shunchalik, ya'ni
urush jinoyatchilarini jazolagandek jazolaga tortishimiz kerak degani bu yerda urush purab bo'ldi degan gap bu yerda. Bir hozir urush o'tganda oldingi qitim programmamiz degandek hozir bir urush ichida Amerika bilan Angliya olsun, hozir Avstraliya bunun qo'shilyotidi, Yapon bununga qo'shilyotidi. Ya'ni bu Xitoyni qo'rishi, atrofini qo'rishigan holda, ya'ni Yapon, Tayvan bu yerda bunun ichida Avstraliya va Angliya buning bilan qo'shilyotidi. Bu yerda bir ochiq oshkora Xitoy bilan urushga kirib bo'lgan bir havo bor. Bunga bizning uyg'onishimiz kerak. Shundoq. Boya izlaganda nimadan boshqa umid qarinishimiz degan bir shtatniki misolni berdi 20 milliardda. Bu yerda bir qarinishimiz chiqarib qo'ygan bir xabarga, bu yana Angliyaniki bosgan xabarga buningda debdi China owes us 351 billion deydi. Bu Angliyaniki talab qilayotgani Xitoydan 351 milliard. Yani Angliyaning poundi, yani bu Amerika dollari sundursam 500 milliard degan gap. Yani bu misollar, masalan Amerikanikidan boshqa Angliyaniki, Avstraliyaniki, hammayaniki bu gapdan davatudi. Yani bu pullar hamini qo'shib kelsa Xitoy ko'tara olamdi, mumkin emas. Navkidagi Xitoy qashqini Xitoy ko'dinglar, armiyasining generallariga uchiq ashqaralda urush tayyorlik qilinglar davatudi. Demakki bu urush Niki ihtimalligi nayet çoğum. Abayqa deganimdek Steve Bannonniki agipidimmo chiqib turdi. Bularni urush jinoyatchilari Shi deb turib atadi ismini. Xi Jinping bilan Wang Qishan. Mushu bo'ylarni deydi. Shu xalqaro sudda urush jinoyatchida o'rnini sotlaymiz deydi. Anda olsa biz deydi. Bu urush mayli at partlasin, o'g'in partlasin, partlaydi. Bugungi temamiz biz hozirmi yani buni? Biz hozirmi Eğer urush patlab qolsa, biz vatandagi qarindoshlarimiz to'g'riliq birim deyolmaymiz. Ular u yerda qanday bir ehtimollik bo'lishini tasavvur qilishimiz mumkin bu yerda o'tirib, ammo biz nima qila olamiz? Bu haqda azroq o'zimizniki o'ylaganlarim deb o'timiz ma qarindoshlar bilan. Va tuvanda ko'rayotgan qarindoshlar agar bu temaga aktiv ovoz qo'shmoqchi bo'lganlar bo'lsa, sizlar aktiv ovoz qo'shsanglar bo'ladi. Yani aldığımda maaş kıyarınışımızdaki eğer uruş bu partlap kalsa biz qanday qilamiz degan haqda sizlarning o'ylaganlaringizni anglab o'tsak. Urush partlab qolsa hamda chet eldagi Uyg'urlar oldingi qitimdan bir qur men o'zimning ko'z qarashimni qisqacha deb o'tgan. Chet elda shu chet eldagi Uyg'urlar degan chog'imizda shu 92-yildan buyon chetga chiqayotganlarni ko'z tutayli. Ondan burunqilar asosan yerleşip ketdi. Hem O'rta Osiyoda milyonlagan Uyg'urlar bor, ularning avlodlari yetishib chiqdi, qurol tutishni bildi, askarlikni bildi, Sovet ittifoqining, Rossiyaning va yerlik davlatlarning askarligini beshin kechirib, urush yetakligiga darajada ofitserlar bor yetishib chiqqan. O'rta Osiyoda zapas bir kuch bor, xudoyim bo'lsa. Ondan keyin chet elda har qaysi davlatlarda yashayotganlarning mutlaq ko'pinchisi, ya'ni erlarninki 70%dan ortig'i o'quvchilik munosabat bilan, tijorat munosabat bilan ham chet elga chiqmaganlar bo'lsa, undan boshqalar 70% erlarning hammasilar chet elga chiqib, birinchi jon saqlab turish, ikkinchi qurol etishni o'rganib, tayyorlik qilish, vatan urushiga qatnashish uchun o'ziniki yana bir tayyorlik bir maydonda jon saqlab turish degan bunda bir cho'ng oliy niyat bilan chiqqanlar asosli. Endi shunda bir urush patlab qolsa, Xitoy bilan Amerikaning urushi, Xitoy bilan NATOning urushi patlab qolsa, albatta biz bu chet ellik Uyg'urlar buningga 30 yil burunqi, 20 yil burunqi G'o'lji qirg'inchiligidagi hissiyotimizni, Urumchi qirg'inchiligidagi hissiyotimizni endi chet elga chiqqanda yo'qotib etib, "Apla vaqt uzrab ketdi" deb buni bo'shab qolmasdan, endi shu vatanni o'zil-kesil qutqizadigan, dafsanda qilingan qarindoshlarimizning qisosini oladigan urush maydonida issiq qonimizni eqitib, ajada Allohningki shehidlik martabasiga, rahmatiga erishilgan fursat keldi deb shunda bir g'urur bilan tayyorlangan vaqt keldi. Men shunda Doğru. armon qilib shuni orzu qilaman qarindoshlar. Shundoq. Umid
To'g'ri, men Abdurimjon Qilinjishimizning degan gapiga %100 qo'shilaman. Endi meningki ko'z qarashim nima degan chog'da bu nihoyatda tez oraliqda bo'lib qolishi mumkin. Ya chunki urush degan narsa endi biz o'ylashyapmiz, u bu deb 5 yil, 10 yil o'ylashadigan narsa emas. Urush bo'lib qolsa, masalan, birini degan olmaydi. Buningda Amerikaningki masalan ya Xitoy tarafdan, ya Amerika tarafdan bir pay o'q bilan boshlanib ketishi mumkin. Ha, shunday. Masalan, ya bo'lmasa Xitoyningki hozirgi holatidagi bularning löçüklerining yoki bo'lmasa bir askariningki nihoyatda keranglab o'zini qo'ydiga topolmay qolgan bir ko'rang bir holatdagi vaqti bu hozir dunyoda bizning kuchli odam yo'q deydigan bir ko'ranglikka kirgan vaqtida bir askar qo'pib fuqishmay bir knopkani xato besitib Amerikaning paraxotiga bir pay o'qni etib qolsa-mu bu dunyo urush boshlandi degan gap berdi. Buningda ya planlı oluşu mümkün ya plansız oluşu mümkün ama o'tganda oldin qitimqi programmamiz deyishganimizdek hozir Amerika bo'libmi dunyodagi super kuchlar Xitoy bilan urush kirib bo'ldi desak bo'ldi hozir. Faqatla qiziq badanga etishadigan o'qatmagan yeri borda. O'qatmagan yeri var. Ameliyatda Amerikadagi to'kilayot bu o'layotgan insonlarning soniga nisbatan Amerika urushga kirib bo'ldi hozir. O'tganda biz deb bo'ldik. Bu Amerika insoniyatningki qimmatiga va ahamiyat beradigan bir davlat. Bu yerda bir jonningki masalan yo'qotilishi, demak bu urush sababi. Endi bu yerda oddiy bir masalan shu 9-ayning 11-i deb qo'ymizmi? September 11 voqeasida bo'ldi. Amerikaningki ma'lumotli qo'sh binolarningki portlatish voqeasida. U chog'da o'lgan inson bilan hozir o'lgan insonningki o'tirisidagi selishtirmani qilib boqaylik. Ya'ni dunyo butun o'ttir sharqqa, ya'ni Afg'onistonga o'ttir sharqqa shu zamat askari avatib kirdi. Shu Pentagon bilan qo'sh binoni portlatganligi uchun. Hamda uning har xil tushunchalardagi insonlar bor bu September 11 voqeasida uningga biz bu yerda kirmaymiz. Ammo nima bo'lmasa Amerika o'zining grajdanlariningki qini, dini ga zomin bo'lganlarga urush ochadigan bir davlat. Shunday. Vaqti kelsa bu Amerikadagi, Angliyadagi super kuchlar urush orqali o'zining ziyonlarini tatib oladigan va odatlangan bir davlatlar. Buni bunda qo'yib turmaydi bu Amerika, Angliyadagi bu davlatlar. Bu bioximiyalik bir terror harakati ma'lum. Shunday. Buni men deyotgan gap emas. Amerikaliklarning og'zidan chiqayotgan gap. Bu bir bioximiyalik terror davlatga tahdid harakati bu deyotdi. Bu qasddan bo'lgan deyotganlar bor. Yani buni biz albatta bir tadqiqotchi emas. Buningki qasddan bo'lganmi yo qanday bu? Ammo buni biz demayapmiz. Amerikaliklarning ichidan chiqqan bayman deb o'tgandek davlatchi ideologiyasiga ega bularning asosiyatini hammasi degan davlatchi bular. Bu davlatchilarning davatgan yeri bu biz davlatga kelgan bir ig'ir bioximiyalik terror tahdidi mavzuda. Ya bu urushninki sababi bu bo'ldi degan gap. Endi biz nima ish qila olamiz? Biz nima ish qilamiz degan chog'da bunda bir urush bo'lsa, hatto hozir urush ichida davatimiz bu bizga kelgan balkim eng oxirgi bir fursat bo'lishi mumkin. Shunday. Yana biz bir narsani oydin qilib o'tishimiz kerakki, xalqimiz nihoyatda tez oraliqda maydonni qilish kerak. Bu yerda birinchi bo'lib biz nima uchun kurash qilyapmiz? O'zidan so'rash kerak. Butun Sharq Turkistonlik har bir Uyg'ur, ya'ni o'zini Uyg'ur degan yeri deb cheklansak bo'lmaydi. Masalan, yaqinda Amerika bizga bir bishorat beryapti. Uyg'urlarning ichidan lagerdan chiqqan Uyg'urlar batdi.
lagerdan keçip çıkıp Türkiye'ye, Kazakistan üye yerleşken Amerika'da mı mesela lagerdan keçip çıkan bir Uygur kardeşimiz var, bir ayal. Nime üçün Amerika'nınki Taşqi İşler Ministeri Pompeo nime üçün Uygur şu lagerda yetip çıkan Uygurlarga şu mükafatını vermey, nime üçün Kazak'ını ekep verdi. Nime üçün bir Kazak ayal kardeşimiz ekep verdi. Bir yerde bir bişaret. Mavu yalnız Uygur'nın davası emas, bütün Şarkı Türkistanlıqның davası degan bir bişaret mavu. Bu bir siyasi agahlandırış bizge. Mavu senin vatanının bütün Şarkı Türkistanlıq'ta Şarkı Türkistanlıq'nınki bir davası mavudur. Davatkan bir bişaret. Emdi Şarkı Türkistanlıq bo'lgan her bir adamның hazır özünü ıslah qiladigan vaqti deb qarayman men. Aldı bilan bir milliy dava, milliy inqilab insanın özüdü başlandı deb qarayman başta. Bunun için ailesi bilan başlandı. İnsan özümüzün ıslah qılanmasak, özümüzdeki ideya turaqlığını oturup koyammasak, o çağda biz milletki işini qilib beramaymiz vatanga. Ya da milliy dava deb qaldı. Bu milliy dava bilan hozir shu dava degan narsadan o'qishmagan tushunchalarga bir analiz yo'q bizning Uyg'urlar orasida, Sharq Turkistonliklar orasida. Masalan, inson haqlari davasını qilayotganlarni biz davo qilyapmiz, ammo bu milliy davo emas. İnson haqlari davası qilish bu bir davoning bir parchasi bo'lishi mumkin, ammo bu milliy davoga vakolat qilinmaydi. Chunki bu yerda shu Xitoyning to'proqlarida yashab bu inson haqlari davosi qilganlar, masalan, misollarimiz ko'p. İlham To'xtay buni tipik misoli, ammo İlham To'xtay va Sharq Turkistonning mustaqilligi to'g'riliq gap qilolmaydi u yerda. Endi chet elga chiqib, ya'ni inson haqlari davosi qilish o'zi qanchalik mantiqli. Masalan, inson haqlari davosi qilaman deydigan odam İlham To'xtayga o'xshashmi qila oladi. Ammo chet elga chiqib inson haqlari davosi qilyapman deyish bu milliy davo hisoblanmaydi. Biz bu yerda bu narsani aniq qilishimiz kerak. Milliy davo degan bir millatning to'liq ozodligini, bir millatning boshqa millatning bo'yinturugiga kirmaydigan, butunlay o'zining vatanining to'proqlarini o'zi boshqaradigan, egilik huquqini to'liq qo'lga oladigan bir ideologiyaga ega davo, milliy davo bo'laydi. Biz oldi bilan shu xalqimiz birlashayli degan gaplar jiq bu amalga oshmay ketib bordi. Bu birlashish degan oldi bilan birlashishdan burun o'zimizni isloh qila olsak, o'zimizning ideyasida birlikka kela olsak, oilamizni bir yerga keltira olsak, bu milliy davo degan asli o'zida boshlandi insonning. O'zi bilan kurash qilish kerak. Har Turkistonlik. Ammo o bir qarindoshimiz yozibdi bu yerda shu nima haqida Uyg'ur tarim suyu degan qarindoshimiz yozibdi. Uyg'ur xalq oldida hozir ikki yo'l bor. Birisi shu fursatni ketkizib, mangu qulluq qilish yoki uyg'onib ozodlik uchun jon tikish. Bu to'g'ri gap. Ya'ni hozir agar mushundaq bir fursat kelib qolsa, hozir az bo'lmagan odamlarimiz nihoyatda umidsiz holatda Xitoy bak kuchlanib ketdi. Tarixdagidek yana bizda shunday bir fursatlar kelamdi. Masalan, shu 2-chi Cumhuriyetimiz davrida biz Xitoyni shu qadar qirib minib Xitoyni siydirib shu Manas daryosiga kelganda, bu Stalin bilan Mao Xitoyniki va boshqa Xitoylarniki orasidagi Jiangxi degan Xitoylar orasidagi kelishimlar sababi bizni qo'llagan Sovet tarafniki bisimi va boshqa oramizdagi masalan shu Abdukerim Abbasovga o'xshash shu Xitoy parastlarniki, taslimchilarniki rol o'ynashi sababidan bizning 2-chi Cumhuriyetimiz oxiri mag'lubiyat bilan oxirlashdi. 11 bitimga imzo atdi, vatanni ishga qo'llab hozirgi kommunist Xitoylarga o'tkazib berdi. Ayni vaqtda bu kommunizm ideologiyasimi muhim rol o'ynagan bu yerda. Endi yana bir savol tug'iladi bu yerda. Agar mushu qitim yana
Şu ikinci Cumhuriyetimiz devridikidek bir fırsat doğulup bizge. Bir küçük devlet yoki bir qancha küçük devlet bizni o'tgan qatamda deb o'tdik. Amerika Xitoyning bir generali aniq dedi, agar bu urushib qolsa, oldindan Amerika boshliq g'arb ellari bu Sharq Turkistondagi eng az 3-400 ming Uyg'urni qoralantirib bizga soladi. O chaqda jondan to'ygan Uyg'urlar bizni terib beran qilish mumkin degan. Agar yana shunday bir fursat kelib qolsa, ikkinchi Cumhuriyet davridagidek sizlarcha bizning xalqimiz yana bir yerga berib, Manas daryosiga berib to'xtab qolarmi? Yana mushtaq ahvol bo'larmi? Bo'ladi. Bo'larmi? Buni hozir bo'ldi. O texi buldu emas. Bo'ldi bu. Qanday desanglar, butun dunyoga e'lon qilingan axborot 2018-yili qancha oydagi Amerikada bir so'zildi-ku. Uyg'urlar sizlar nima uchun kurash qilyapsizlar desa, endi muxbirniki savoliga biz avtonomiya uchun kurash qilyapmiz dedi. Tarixdan buyon Xitoyning ichi va sirtidagi Uyg'urlar avtonomiya uchun, siyosiy avtonomiya uchun, tinchlik uchun kurash qilib kelyapmiz. Ammo Xitoy kommunistlari bizga tuhmat joplab, bular bo'lguncha Sharqiy Turkistonni mustaqil qilmoqchi bo'ladi deb tuhmat jopladi. Bu yolg'on. Deb, mushta e'lon qildi. Ya'ni kip bo'ldi bular Manas daryosi emas. Bular shu yoki nima dilam? Ya'ni tuxumdan o'yib chiqqan boshqalar endi bular. Bular da'voga vakil bo'lib, hozir g'arb dunyosida Manas daryosida to'xtab bo'ldi degan gap. Bizniki nimamizni to'xtab bo'ldi. Agar yana bir xatarlik masala shu bugungi kunda shunda bir vaziyatda yana g'arblik bilamdi Amerika, NATO va hokazo shu davlatlar Uyg'urlarni izlab qolsa, endi Xitoy bilan bir urush qilmoqchi deb belgi xuddi Xitoy general deganga o'xshashlar, yana Xitoy siyosatchi tahlilchi deganga o'xshash. Biz endi Xitoyga qarshi urush etishda bu yerda jonni pido qilib chiqib o'lsak jannatga kiramiz, hayot qolsa g'ozi bo'lib vatan ozod qilmaymiz deydigan qurol otilgan bir Uyg'urlar bor ekan. Ammo sifatlar miltiqatmay o'z o'lib olgan haqga u haqliga miltiqlashib o'zi e'tiborida mush Uyg'urlar bilan hozir biz o'rtaq bo'lib qoldik dushmanlikda, Xitoyga qarshi dushmanlik o'rtaq bo'ldik, manfaatimiz o'rtaq. Uyg'urlar shunda bir ichki Xitoy chegarasining ichida, ya'ni davlat territoriyasi deb atqanning ichida Uyg'urlar bir urush boshlab qolarmi degan faraz kelgan chaqda bular vakil izlaydi bizdan. Vakil izlagan chaqda yana bular o'ziga tunishli bo'lgan o'shundoq noahillarni izlamaydi deb aytolmaymiz. Aşındaqlarını izləyən çağda ol nima deydi? Biz urushga kirolmaymiz deydi bular. Urush qilsak bo'lmaydi deydi. Bularningki ajdodlar 44-yil degan, 33-yil degan bularning ajdodlari. Bular ilki ajdodning yo'lidan ma'mez deb shu ortulaydi, har yilsi bir qancha qaytdim shu qaralik vaqt kelgan chaqda xalqaro namoyish qildi, xalqaro yig'in ochdi, tabriklaydi, xotirlaydi bu kunlarni. Biz ajdodning yo'lidan ma'mez deydi. Dal ajdodlari qanday ajdod desa, bizga mustaqillik kerak emas, bizga tinchlik, Xitoydan erkin bir siyosat talab qilinmaydi, bizga tinchlik kerak, xalqimiz zulm tortib ketgan, biz tinchlik bir muhitda o'zimizni yetildirib, madaniyatlik, bilimlik, mundaq yaxshi bir farovonlik turmushga erishish talab qilinmaydi degan ajdodlari. Bunlar ajdodlari Çin'i Türkistan deyishtiradi, ajdodlari bor. Qadimlab mushunda qilgan bular dal ajdodning yo'lida menvatqanlar bular. Ajdodlarninki xatoligini yakunlashni qo'rqidi. Chunki o'zi shu yo'lda menvatgan. Bular xatolik qildi desam, har tarafdan mush ijtimoiy tor vositalari tillab, haqoratlab, ishg'olchilarni o'tirg'i chiqarib to'latyotdi. Ammo o'zi uni yakunlamaydi. Xatolik qiladi deb uni yakunlamaydi. Ortiqchilikni muayyanlashtirmaydi. Bir mujmal, komplet bir shaklda ajdod varislik qilmaymiz deydi-ki, ajdodiningki xiyonatiga varislik qildi bular. Bo'ldi yana dedi. Adama o Ümit kardeşimiz abiyatin dedi bu insan hakları deganiki bir da'voning bir partisi edi. Bu to'g'riliq men nurg'un binaslar yozdim, ham so'zladim. 20 necha soatlik so'zlagan filmlarim bor meniki. Shu qurultayning o'zi nima uchun inson haqqlariga yo'lga mangan, buning boshini tortib
ta 2018 yılı 6 noyabr BDT'de politik aksini qaqtırıp çıqqanına kadar arlıqdaki jarayonning hammasini men jibidan jingsiz o'tirib qo'ygan. Bu ishning boshlanishi faqat mushu g'ayribdan bir ishni ochsaq, Uyg'ur milletining inson haqlari dafsanda qilinayotganligini bir tushundirsak, Xitoylarning zulm qilayotganligini bir tushundirsak, uningdan keyingi qadamlarda biz anneki lobi toplab o'zimizniki vatan davosimizni o'ttirib qo'ysak, bizning mustaqillik davorimizni undan keyingi qadamda o'ttirib qo'ymaymiz degan mundaq plan bilan, taktik bilan bu yo'lning o'zi o'tirib chiqqan va qo'llagan, madad bergan biz, uzun yillar qo'llagan darvaqa. Ammo nuqtliq payt kelgan chog'da endi to'xtamladik. Biz g'arbdan ishni ichib bo'ldik. Endi Aqsaray, Ko'ksaray hamma eshigini ochdi, derazasini ochdi. Yana inson haqlari, namoz haqqi, ro'za haqqi, ro'mol haqqi, soqol haqqi deb mundaq tarmoq haqini talab qilsanglar, Xitoy buni qiyomatgacha davomlashtirib berdi sizlarga bundaq davoni. Shunga mana to'xtatib, mustaqillik degan gapni to'sqishni qo'yish kerak. Endi aqlimiz yonimiz degandan keyin bular qabul qilmaydi uni. Endi majra shu yerdan boshlanib, eng og'ir sartlashdik. Bugun keldi, vaziyat bugungi kuniga keldi. Ammo ular qo'rqib qoldi. Uyg'urlarning vakili, da'vogarlari, millatningki g'arbga elchilgan haqiqiy diplomatiya kanallari bu Uyg'ur millatining chet eldagi rahbarlik organi deb e'tirof qilindi, shundoq tunildi. Endi qurol atadiganlar, bizga qurol berdiganlar izlasa, meni izlamaydi bu yerga kelib. Mana to'rga chiqib bu yaqib o'ldigan meni izlamaydi. Andaq o'zi tunigan, sahnalarga chiqib mukofot berib, sen qahramon deb dunyoga tunutgan, andaq odamlarni izlaydi. Atam bu xalqning miltini bersak, yo'q otmaydi xalqimizni miltiq otrak erkak yo'q. Hammasi aqtib ketgan deb javob berdi mana munofiqlar. Xatarlik masala bu. To'g'ri. Endi men bir ig'iz gap qistirib qo'yay, jasorat agar bo'lsa. Bu Abdurrahimjon nayt negizlik bir nuqtani nima qilib ketdi, ajdodlarimizningki varisi biz deydigan. Endi ajdodlari kimligini hammamizga ayon. Masalan, buningda Aysa Yusuf Altekindan boshlandi desak, bu oxirgi zamonda Aysa Yusuf Altekinning bolasi Erkin Altekin nima qildi? Erkin Altekinningki Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi bo'lgan eng cho'ng ziyonkashliklarni olib kelgan odamning biri. Erkin Altekin. Ya'ni Sharq Turkiston bu yerda men nimasiga kirmayman. Ya'ni qarindoshlarimiz bu yerda xato tushunib qolmasin, biz bir odamni tillash emas, ya bir odamning orqasidan biz so'kish emas bu yerdagi maqsad. Tariximizdagi mustaqillik davorimizga ziyonkashlik bo'lgan xatolarni o'tirib qo'yish. Shuning uchun Erkin Altekin yani Aysa Yusuf Altekinning orqasidan mangan, ajdodini ergashgan ve Sharq Turkiston mustaqillik davosini inson haqlari davosiga aylantirib o'tgan eng og'ir ziyonkashliklarni qilganning beshidagi mangan odam shu. Shundoq. Buning ergashuvchisi kim o degan chog'da ularning ergashuvchilari shu Ömer Qanat, Nuri Turkal, Dolqin Aysa, bular hammasi Sharq Turkiston mustaqillik davosini apirib inson haqlari davosiga aylantirib, Jungo'ningki ichki ishlaridagi bir parchasiga aylantirib qo'ygan og'ir xatoliklar mushlardan kelib chiqqan. Hamda bu yerda bir narsani tunugin men o'tirib bir material aqtirib o'tdim. İstanbul'ninki fathi bilan to'g'riliq. Bu yerda bu qaytadan nimani ko'rgim kelib qoldi tunugin. İstanbulning fathi Sultan Mehmet Xonninki İstanbulni elishi. Shu yerda nima Bizansninki Murat degan shahzodani şu Bizantin topraklarida yana burunqi Konstantinpol, hozirgi İstanbul topraklarida beqivatgan vaqtida deyilgan gapi bor ashada. Endi buni jarayoniga kirmayman. O'zimizga sodiq odamlarni yenimizda tutib turib, Türklarning kuchini yo'qotgan vaqtimizda Türklar bu Mehmet Xonningki huquqidan tushirilgan vaqtida o'zimizga sodiq odamdan birisini
Türklerning beshiga qo'yganimiz nihoyatda to'g'ri deb ashada shu gapni qiladi-da, masalan. Hozir Uyg'urlarningki siyosiy vaziyatidimi, ya'ni Sharq Turkiston mustaqillik da'vosidimi, mushu taktik ishlatilyotidi. Ya'ni bu yerda imperiyalarning, kuchli davlatlarning taktiklari albatta bir-birisiga farqli bo'lsa-mu, ammo bu yerda siyosiy taktiklar o'xshab ketadi. Shu Bizantinninki shu yerda degan gapi bilan Xitoyning ip berayotgan taktiklari o'xshash. Boya Abdurimjon Qirinchimiz dedi, bular boshlab bo'ldi dedi. Xitoy Sharq Turkiston Milliy Markazi degan ismlar men yilini esimdan chiqib ketdi. Qachon shu Sharq Turkiston Milliy Markazining ismi, ya'ni Sharq Turkiston bilan atalgan ism apirib Dunyo Uyg'ur qurultayiga almashgan vaqtida va biz inson haqlari da'vo qilamiz deb Amerikaningki NED'dan pul oladigan vaqtida Sharq Turkiston mustaqillik davosini uchuq oshkora o'ttirib qo'yolmagan vaqtida Xitoy g'alaba qilgan vaqti shu. Chunki bir millat o'zininki uchuq ideologiyasi bo'lmasa, u mustaqillik aniq ifodalanmasa, boshqa davlatlarmi shuningga yarasha qo'llanadigan gap. Endi bu yerda biz uzun yillar Uyg'ur xalqi oldinilib keldi. Biz xalqaraga siyosatchilarning oldiga borgan vaqtida Sharq Turkiston desak anglamaydi ekan. Biz Sharq Turkiston desak, mustaqillik desak bizning gapimizni anglamaydi ekan. Biz shuning uchun Uyg'ur diyori deb turayli deb radio qo'ydi. Mayaqdan qo'pidi hatto mush yaqinlar bu Dolqun Aysar, Ro'shan Abbas, Umar Qanat uchininki yaqin o'tirib bergan bir intervyusi bor. Shuningga diqqat qilib qo'yinglar. Shu yerda yana uch qashqari izzat atmay biz mustaqillik talamaymiz degan gapni qildi. Endi mustaqillik talamasang bu da'voni qilaman dema unda bo'lsa. Bu Amerikadek, Angliyadek dunyoning super kuchlari voy bu yerda mau yomon inglizchani yaxshi so'zlaydigan bola ekan, mau ashi ashaqdan kaptika yoki bo'lmasa mau bir musulmonga qiroatni yaxshi qildi ekan, yo mau bir uyg'urchani yaxshi qildi ekan deb omroq emas bizga. Bu Amerikadagi davlatlarning bizga omroqligi bir hissdoshlikdan kelgan narsa emas. Bu yerda albatta insonlar orasida hissdoshlik bo'lishi mumkin, ammo davlat siyosatida hissdoshlik bo'lmaydi. Davlat siyosatida Amerikaning manfaatiga biz uyg'un kelganligimiz uchun bizga mishada turish haqqlarini beryotdi. Har bir Sharq Turkistonlikning Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, dunyoning narida bo'lsin siyosiy panohlik bilan mishada qilish erkinligiga erishib yashayotgan, o'zining qo'sig'ini to'ydirayotgan, bolalarini rahat beqiyotganlarning mushu turmush sharoitlari bizning vatanimizda shu borin voqealarida, shu ulju voqealarida, shu borin inqiloblarida to'kilgan qonninki, ya'ni shu xalqimizning shu to'kilgan qonlarning badaliga kelayotgan bir rahat farog'atlikdir. Endi bu yerda xalqimiz uzun yillardan beri oldinib keldi. Oldinib biz mustaqillik desak bizni qabul qilmaydi ekan. Biz sinab baqdik-ku. Amerikaning millat vakillarining yeniga kirib biz mustaqillik talab qilamiz deb mening qo'limda o'rnaklar bor. Hatto mening bolam chig'ida Amerikaningki 14 yoshlik bolam chig'ida biz Sharq Turkistonliklar Sharq Turkiston to'liq mustaqillik talab qilamiz deb yozgan xatlarga, mening yozgan xatlarimga agar mustaqillikdan gap chiqsa, bular qochadigan ish bo'lsa javob bermagan bo'ladi. Qo'limda o'rnaklar bor. Bizmi sizlarni to'liq his qilib sizlarningki tatiyotgan zulmlaringlarni biz bilaylik degan javoblar keldi. Bular qochmaydi. Yolg'on gap, u mustaqillikdan qochadi degan gap. Bu yerda bir saxtalik bor. Abay Abdurimjon Qirinchimiz degandek ajdodlarga haqiqatan varislik qilayotganlar mana mushada. Erkin olib tekin shu varisligini qilyotdi. Masalan, Nuriy Turkiyal varisligini qilyotdi. Nima uchun desa Ablat Abdushning o'g'li bu. Shu bulardagi eng cho'ng xatolik nima degan chog'da bu yerda balkim bu insonlarning ishchidimi,
Yani belki çünkü qağını Allah bilir. Belki bu insanların içidimi men muş vətnim üçün, milletim üçün xizmat qilyapman deb o'ylayotganlar bo'lishi mumkin. Ama Bay Abdurrahimjon degandek o'zidagi xatoliklarni e'tirof qilolmaydigan, analiz qilolmaydigan shu ajdodlarga cho'qinib ketgan. Chunki bular bir yerdan chiqolmaydi bir siziqdan. Chunki o'zini ozod qilolmagan. Millatimga men nima ziyonliklarni qilyapman degan bir jumla gapninki butun millatning taqdiriga ziyon keladigan gaplarni Nuriy Turkiyadek ana shunday qilib chiqadi. Biz mustaqillik talab qilmadik hozirgacha gaplarni qilish bir millat milliy ihanetga kiradi bu. Ama o'zining ba'zi insonlar shu fursatdan qanday foydalanib aslan bir jumla gapning millatning taqdiriga qanchalik ta'sir etadiganligini o'ylamamda shu insonlar o'ylaydi. Ama bir yerdeki en çok hatalık bizim uzun yıllık bu siyasi seknimizdeki hatalık nime dese birinciden halkımız ketelge çıkan vakti nait az, nait kısa. Dünya siyasetinin habersiz. Şu siyasetin ki bir şey kilovagan bir kısım insanların ki şu ecdatlarını ergişip kilovatkanlarının aşılarının gibi işinip şulağa vay muşula dava kılıp yutuptu dep geldi ama aymen degende bir milletinin toluk müstakillığını devletinin toluk igilik hukukunu maksat kılanmagan ana nişanı kılanmagan bir dava milli dava bulamaydı ama bular milli dava kılmavatıdır. Şunun için milletimiz bir şeyde uygun iş gerek. Bu yerde bu narsani deb nayet to'g'ri deb o'tdim adash Umid. Menimcha kesib aytishga bo'ladiki, bu hozir sen tilga olganlar, ismini ataganlar ayni vaqtda shu Amerika va G'arb ellarininki shu 30 yilning yog'i Xitoyga qarata qo'llanayotgan siyosatdagi ular qo'llanayotgan qo'mchoqlar. Ya'ni 30 yilning yog'i Xitoy bilan munosabat o'rnatish, ularning iqtisodini gullantirish, shu orqali Xitoyni demokratiyalashtirish siyosatini tutgan G'arb ellari. Amerika boshliq, Yevropa boshliq. Ammo hozir ular uch qo'shqar holda bu siyosatning mag'lub bo'lganligini shu prezidentlardan tortib, shu parlament a'zolarigacha, militarlargacha hammasi deyotdi. Ya'ni bu Xitoyga bo'lgan 30 yillik siyosatimiz mag'lub bo'ldi. Bundan keyin boshqacha siyosat tutmasak bo'lmabdi deyotdi. Hozirgacha millatimizni aldab qo'yayotgan boyaqa inson haqlari talab qilayotgan afg'onlar, ularniki shu G'arb ellarininki shu Xitoyni demokratiyalashtirish siyosati, shu 30 yilning yog'i yo'l qo'yayotgan demokratiyalashtirish siyosatida qo'llanayotgan peshkalar bular. NED'nin pul verib, radioni qurib berib va boshqa vahokazalar yana birlariga NED'dan pul verib, inqilob qil yaqinda deb nim qilishlarning hammasi shu ko'ni siyosatning mahsuli bular. Endi bular hozir endi G'arb ellari uyg'ondi. Ya'ni biz har qancha boy qilsak, Xitoyni gullantirsak, asl o'ylaganimizdek bo'lmaydi-ki, aksicha u boyligidan foydalanib bizga texmo qarshi bir kuchli dushman bo'lib o'tirg'imizga chiqadi ekan. Demak, hozir bir, ya'ni tüptün hozir so'zlayotgan narsa, men davom inglizcha xabar qo'yma, ularning da'vatqani Xitoy bilan bo'lgan munosabatni tüptün o'zgartirish kerak degan ko'z qarashda hozir. Bushta holatda avvaliq afg'onlarning Aysadidan tortib hozirgacha bizning xalqimizni aldab qo'yayotgan munofiqlar nimishqa shu G'arb ellarining qo'llashiga erishdi degandagi sabab mushu mencha. Endi men bir narsani qistirib o'tib ketay. Endi bu sen nayet yaxshi bir mazmun olib turibdi. Bular bir qo'rchoqlar deb. Endi bu yerda ikki tarafli ishlayotgan qo'rchoqlarmi bo'lishi mumkin-da bu yerda. Ikki tarafli ishlayotgan qo'rchoqlar, chunki oyoqimiz ziyon bermaydigan, mayoqimiz ziyon bermaydigan. Hayoqdan bo'lsa manfaat uchun kurash qilayotgan. Ya'ni bu yerda yana bir narsa manfaat uchun deb qoldik. Şan şöhret için, maddi yani iktisat için veya komisan bir taxt için, can bekiş için, hayat geçiriş için inkılapın sepige kırıvagan parazitler bu. Hem bunda parazitlerge bayi sen degen ilki ninini berip atkanlar buyruk soxmağıca bular özünün hatalığı itiraf kılamaydı. Çünkü bularda itiraf kılaydı isim itiraf kılganlar küş yok bularda. Çünkü o itiraf kısa
aşnandan quruq qoladi. Tabii. Sen bilen biz talağa chiqib, medikallik qilib bo'lsaqmi jinimizni boqamiz, chunki qanday sharoit bo'lsa, o'zimizning halol emgigi bilan jinimizni tepib ugunib, hayotimizni beqib ugunib qolgan. Balalarimizga haram yegizmay ugandik. Ammo bu millatning qini jini millatning nomini setib turib jon beqib ugunib qolgan odam bu boshqa yerdan jon baqolmaydi. Bular shuni ko'ngan. Ya'ni bo'ri bilan lalma ishning farqi bu. Shundoq. Uyg'urlar bo'ridek yashashimiz kerakki, ammo afsus, ba'zi insonlar shu lalma ish tayyorlanib ugunib qolgan. Başqalar yaratib bergan bir ideologiyaning orqasidan minib ugunib qolgan, ammo xalqimiz shuni uyg'onish kerakki, boshqalar tarafidan yaratilib bergan bir ideologiyaning orqasiga qurbon bo'lib, xuddi bizning 1944dagi jumhuriyatimiz halok bo'lgandek yana bir vaziyatga kelib qolmaylik demoqchi. Chunki endi bu yerda boshqalar yaratib bergan ideologiya deganda nima desa, ashada Uyg'urlarning orasida ikki ideologiyaninki qurbon bo'lib ketdi. Birisi Aysa Yusuf Altekin boshchiligidagi bu Xitoy bilan birga yashash tarafdorlari, masalan, Chini Turkistoni degan ideologiya yo'li chiqqan, pan turkizmni oldiga qo'yib turib, turkchilikni oldiga qo'yib turib, bu yerda Chini Turkiston deyishga rozi bo'lgan, yanada Xitoyninki Kuomintang bilan birga yashashga rozi bo'lgan, ammo o'zining Uyg'ur bilan birlashishga rozi bo'lmagan. Chunki kommunizm va kapitalizm ideologiyaninki farqi yashadi. Biz nimaning qurboni bo'lib ketdik? Shu ideologiya, boshqalar yaratib bergan ideologiyaning qurboni bo'lib ketdik. Endi biz hozirmi shu tahdid bor. Nima uchun deganda Abdurahimjon qarindishimiz dedi, bu boshlanib bo'ldi dedi. Boshlanib bo'ldi degani nima desa, hozir bu Amerikadek davlatlar beqib cho'nqigan kuchlar bor. Amerikaning manfaati bular chunki vatandan tortib o'qitib bu yerda ismini atab yurishdan hojat yo'q, chunki xeli bor bundalar. Vatandan tortib o'qitib shu yerga nima deymiz-ku, din tarqatuvchilari berib, shularni shu xristian diniga kirgizib, shu vatandan 80-yillardan tortib, 80-yillardan tortib shu bularning dinlariga kirgizib bo'lgandan keyin bularni Amerikalarga akab maxsus o'qitib, hozir Uyg'urlarningki muhim o'rinlarga shularni akab qo'ydi Amerika. Ham bu bir turkumlar. Ham bular nima qildi desa, bular chunki ideologiya jihatda Amerikaning manfaati, ya'ni bu demokrasiya, bu Amerikaningki manfaatlari Sharqiy Turkistonning manfaatidan ustun bular uchun. Chunki bularni beqib cho'nqagan dadasi Amerika. Hamda bu yerda men Amerika dushmanligini o'tirg'i qo'ymoqchi emasman. Yo'q. Ammo davatgan narsa biz do'stimiz deb bu muttafiqlik bilan, ya'ni davlatningki do'stligi bilan bu ideologiyaning qurboni bo'lib ketishkisi boshqa bir masala. Hozir biz Amerikaningki yoki bu dunyo demokratiyasiningki qurboni bo'lib ketilgan bir millat bo'lmasligimiz kerak. Biz faqat mustaqillikning qurboni bo'lishimiz kerak. Agar shehid bo'ladigan ish bo'lsa, biz shu mustaqilligimiz yo'lida shehid bo'laylikki, Allohning oldida biz javobini beraylik. Ammo biz Amerikaning demokratiyasiga yoki bo'lmasa Xitoyningki ichki ishlaridek bu avtonomiyachilarningki o'ttirida qoladigan bir da'vo bo'lib qolmaslik kerak bizning Sharqiy Turkistonning. Tabii. Chunki ayni vaqtda mana azrab qo'shilgan shu Sovetlar ittifoqiningki shu kommunizmningki oqsi kirib ketmagan bo'lsa, bizning shu oxirgi jumhuriyatni qurganlar vaqti kelsa, shu Manas daryosiga borgan vaqtida shu yerda to'xta desa to'xtamagan bo'ladi. Urumchini qo'lga olgan, butun Sharqiy Turkistonni qo'lga olgan bo'ladiki, ideologiyaning kayni kirib ketganligi uchun bu yerda to'xta desa to'xta deydi. Nima uchun degan chaqda ayada bo'yin turib boshqalarning qo'lida. Endi bu yerda Axning meniga mushukning tili tutuq deb bir gap bor. Bu yerda bolalar jambaqchilar dedi Qo'bay. Hem Amerika'daki siyaseti boyunca şu davani kesip kılıp cambak vatkallarının gepini kıldık.
Bular men degandek bence şu Amerika ve Garip ellerinin 30 yıllık siyasetindeki mahsulü yani. Pişkiler siyasette şu hizmet kılıp kaldı. Mağlup bolgan siyasetten de. Mağlup bolgan siyasetten. Mağlup bolgan siyasetten pişkileri. Anda olganki mağlup bolgan siyasetten pişkileri endi neçe vaqtdan şu pişki bolur salayeti bilen jambaqdi. Şu Amerikalıklar bergen pul bilen mayli başka radyoda bolsun, mayli bir teşkilat kurup nididen pul avatkan bolsun. Hazır mana ayak arpılarla uçsa hazır pula vayam çıkıda. Bula hazır hayalda biz Uygur'u vekillik kılımız Uygur'unu kelmedi. Ama bu dörtle oylap baktım o. Hazır bu peşkilik rolü azırak susuluş bağıtıdı. Ertügün taşlanıp kaldığını oyladım o. Çünkü Garip'nin siyaseti özgür batıdı. Bu yerde bir sual doğuldu. Abdurrahimcan dedi baya şu yana bu şu bizden işimiz Manas deryası görüp toktap kalandı desem toktap oldu dedi. Andaq bolsa, mena yana bir sualım buldu bu yerda. Amerika ve Garip elleri 30 yılda mağlup bolgan siyasetini bilip durup, siyasetini özgürüşke mecbur bolup atkan bir halatda, eğer bayı degende 300 ming Uygur'unu qorallandırıp, anan degen özünün küçünü qoşup onunğa rezil Xitay faşistlerini örüşke toğrı kelse, yana da şu mağlup bolgan peşkilarını izlemi? Yukarı ihtimallik bilen şularni izleydi aldıda. Çünkü ularniki nima deydiganligini bildi bular. Ular deydiganligini bildi. O abayetin sen özüň bir karakterini oturup koydun. Bularni Amerika 30 yıl bekip özü peşki kollandı diyen bu karakterini oturup koydu. Onda oğandan keyin bular Amerikanın adimi diyen buldu. Amerika siyasetini özgertkendan keyin, yani Xitayga qarşı siyasetini özgertkendan keyin bu qatam elbette özü terbiyelep yetiştirip özü bekip bodavatkan özünün peşkilleriyle münasebet kıldı. Biz siyasetini özgerttik. 30 yıllık siyaset hata çıktı neticesi. Endi biz yeni siyaset kullanımız. Xitayga karşı biz uruş açımız. Uygurlar bunun sizler tayyamı. Sen Uygurlarını jıgalamsa, chet eldik Uygurlarını jıgalamsa, vatanga sen alaq kirgizalamsa, senki iqtidarın qanchilik degan buni oshlar bilan gaplashudi. Gaplashgandan keyin agar bular Xitayga setilib ketgan munofiq bo'lmasa, yana Xitoy bularni tuxumidan yasab chiqib bu shu da'voninki chet eldagi shu bizning da'vorimizning beshiga Xitoy tiklab qo'ymagan bo'lsa, men gumon qilganga o'xshash. Bular albatta buni biz bunga javob qilolmaymiz. Bu ishni qilganlar bor. Biz arıcı bulup kıldıqallarını uçurashtıralaymiz sizlerge. Sizler şu kurallık hareket kıldıqallar bilen müstakillik için uruş kıldıqan şu yolu terbiyelenip şu yolda izcil devam etkivatkan teşkilatlar var, bir ekim güçler var, şular bilen alakalaşınlar gerek. Bizni sizler 30 yıl tinçlik demokratik yol bilen terbiyelep bu yerge erkegen çekiminde biz kapınımızı almıştırıp meydan çıksak mı halkımız ergeçliği mümkün. Şunu sizler bu yol tepişini gerek deydi. Eğer muşular men guman kıldığında Xitay özü terbiyelep açıp uğurlaştırıp koymagan Xitay'nın adamları bulmagan takdirde bular elbette yolu köstüdü ama özü çapanı almıştırıp bu yolu kiremedi. Yani bu Amerika'nın yeni siyasetiyle maslaşamaydı bular. Tabii. Çünkü olanın kenedi yok. Oylap bak. Halkımız arasında palanı umaq deb atalgan bir milli munafiqning balasi qandaqdir tuyuqsizlik özgürüp qabiliyandek özgürüp Xitoyga qarshi qo'ral tutadigan odam o'zgarib qoladimi va yoki shundaqlarni yetaklaydigan bo'lib qoladimi? Mümkün emas. Endi bu tez. Endi boya Abdurrahimjon qarindoshimiz degandek bu insonninki yaratilishida bu qonun bilan kiradigan bir narsa bu milliy iroda va yoki bu milliy oshiqlik, vatan ishqi degan narsa bu qonunga kiradigan narsa. Bu uning ustiga bu bir kirgan bu bir xumadek narsa bu bu da'voga vatanga oshiqlik bu bir kirsa uni chiqarib o'tamaysan. Bu satqunlikmi shunga o'xshash narsa. Bu bir zaharlik narsa. Bu bir kirgandan keyin uni chiqaramaydi bular. Chunki Abdurrahimjon bak muhim bir mazmunni o'tirib qo'ydi. Shu Xitoy maxsus yetishtirib, ajdodlaridan surishtirib, 7 avlod surishtirib turib, maxsus yetishtirib chiqqan la bo'lib qolib qolsa, bular
amaliyot eng xatarli mushular. Mushular chapan tegishtirolmaydi. Mushular chapanni tegishtirolmaydi, mushular maskasini almashtirolmaydiganlar ashular. Endi bu yerdagi yana bir xatar borki, mushu hozir inson haqlari da'vosi qilyapmiz deb Sharq Turkistonninki mustaqillik, egilik huquqini bir Xitoyning bir minut to'xtadir. Qilaveradi. Xitoyninki bir ichki ishlar masalasiga aylantirayotgan bu guruh, bir guruh deyman, chunki bular bir guruh mushu ziyonkashlikni qilayotgan. Mushu bir guruh insonning ichida ikki cho'ng parchaga bo'lindi bular. Boy Abdurimjon deganga o'xshash, Amerika yetishtirib chiqqanlari bular qanday olmasin, bu yerda Amerikaning manfaatiga ziyonliq ish qilganga bir qadam atamaydi. Amerikan nima desa mangadi. Endi bular Xitoy yetishtirib chiqqanlari bilan o'ttirisi parchalandi. Nima ishga degan chog'da Maula Amerika nima desa mangadiganlari. Avu Xitoy yetishtirib chiqqanlari Amerikaga bosh qoldirdi shu chog'da. Yo'q, biz buni qilolmaymiz deydigan vaqt keldi. Bu yerda cho'ng bir parchalanish bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi muhim narsa, ya'ni programmamizningki mazmuni qaytib kelsak, xalqimiz nihoyatda hushyor bo'lgan bir vaqt hozir. Nima ishga degan chog'da, masalan, ayni vaqtda oxirgi jumhuriyatimiz shu 1944dagi Sharq Turkiston jumhuriyatimizning birinchi prezidentimiz masalan Ilhom To'ra. Ilhom To'rani G'uljidan bir kechida Sovetning KGBning achib ketsa, bizning prezidentimiz nakatdi deb so'ramagan bir xalqmi bizchu? Shuning uchun hushyorlik yerda keldi, undan keyin qo'pib Ahmadjon Qosim aynak cho'p keldi, u bu olib keldi. Bu yerda Sovetning yetishtirgan butunlay rus generallar, Sahbeklar, Dalilqon Sugurbayevlar hammasi keldi, general bo'lib o'tdi. Ammo bu yerda asli bu milliy inqilobni qo'zg'agan Reni Baturlar boshqa yerda qoldi. Ilhom To'rani bir kechida chiqib ketdi, ammo ya o'ylab boqaylik qarindoshlar, bir millatda bundami bir g'aflat ulamdi, o'zining prezidentini bir kechida chiqib ketsa, yo'q bo'lib ketsa, mening prezidentim nada deb so'rig'ini qilmagan bir millatmiz. Bir minut Abdurimjon, bir minut mana bir qarindoshimiz telefon qilib qopti. Ovozni olib keyin sen gapingni davom qilsang. Ularda? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday ahvol, jasorat ahvoling yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr, o'zingchi. Yaxshi. Shu mana suhbat yaxshi bo'lyapti. Boshdan anglab kelyapti. Aha. Muhim nuqtalarda haqiqatan mana Sharq Turkistondagi hozirgi vaziyat, shu dunyoning vaziyatning o'zgarishi bilan Sharq Turkiston meselesi kelganda qanday to'g'riliq nihoyat yaxshi fikrlar beryapsizlar. Abdurimjon, Umid, xizmatchimiz nihoyat yaxshi fikrlar qo'ydi. Endi abi sen bir savolni so'rab qoldim, shu to'g'ri mening ozroq bir ko'z qarashim, sen xushmaydigan bir ko'z qarashim balki shuni demoqchi bo'laman. Sizning endi abi so'ragan savolim, masalan, agar shu Amerikani, ya'ni jumhuriyatning shu g'arbniki Xitoyga bo'lgan siyosatga o'zgarib qolgan bo'lsa, masalan, shu mustaqillik Xitoyni parchalash, hatto urush qilish ahvollar paydo bo'lib qolgan bo'lsa, bu g'arbniki shu Amerika hukumati yoki Yevropa hukumatlari shu burundan shu kishilik huquq da'vo bilan jon berayotganlarni izlangandimi degan savolga Abdurimjon o'zining ko'z qarashini berdi. Mening sal o'xshamaydigan ko'z qarashim bor. Endi sen o'shada bu kimni izlaydi degan savolni o'tirib qo'yding-ku. To'g'ri tushungan bo'lsam. Shu burungi kishilik huquq da'volar bilan ba'zi qilib jon berayotganlarni izlandi boshqa degan savol keldi. Mencha ularni izlamaydi. Nima uchun deganda bu sening bu xabaring bor, hammamizning xabarimiz bor. Shu g'arbda Sharq Turkiston mustaqillik harakati uchun uzun yillardan beri da'vo qilayotganlar nurg'un. Endi bu yerda 30 yildan beri nima uchun Sharq Turkiston da'vosi bilan shug'ullanganlarga bu
g'arb hukumatlari ancha yordam qilganmidi deganda, bu g'arbniki Xitoy bo'lgan siyosati o'xshamabdi. Bu vaqtlar nima deganda, endi hamma deb o'tdim, o'sha 30 yildan beri endi Xitoyni o'sha iqtisodiy jihatdan o'sha taraqqiylantirib, kichikina bir boshqa davlatlar qatorga solgandan keyin bularni bir o'zgarib, o'sha demokratik direksiyamki degan bir ko'z qarashtiribdi. Shuning uchun albatta g'arbning siyosati shu yo'lda manganlarni izlab keldi. Shundaymi? Endi hozir agar Amerika, Yevropa agar Xitoyni shu dushman qatoriga kirib, bularni shu parchalash, yoki shularni og'dun tashlab yetganda albatta oldi bilan shu mustaqilchilarni izlaydi deb qarayman. Chunki bu kishilik huquq da'vo qilayotganlarni ehtiyot qilmaydi. Shu bizda shu mustaqillikni o'zimizning maqsad qilganlarni qo'llab qo'yapti. Chunki bizning jinimizni yo'qotimiz, hech qanday odam kelib bu yerda biz 30 yildan beri mustaqil da'vosini qilib kelyapmiz. Bunaqlarni nurg'undir bor. Masalan, Sharq Turkiston sürgün hukumati deymiz. Bu 15 yilga yaqin davomlashib kelyapti. Amerikada qurilgan hamda shu Yevropada nurg'un kuchlar va shuni qo'llayotgan. Bularning hech qaysini avval unutma deb o'tdi. Bularning hech qaysini ayblagan yeri yo'q. Lekin biz shu harakatimizni davomlashtirib kelyapmiz. Garchi a'lodek dog'dug'lik qiladigan bilan. Hozir vaziyat o'zgargan bo'lsa, albatta ideya tayyorligi bog'lanib izlaydi. Ya'ni mustaqillikni xohlaydiganlar izlaydi demoqchiman. Herkes o'pib, yanada shu Xitoy bilan qandoqlarcha shu bir yerda jam berib, shularning shu demokratik yo'lni ma'lumot deganlar qo'llaydi menimcha. Albatta yana shu mustaqilchilik izlaydi deb qarayman. Mening fikrim shu. Bo'ldi, rahmat. Ya to'liq inshaalloh. To'liq anladik. Rahmat fikr qatnashganingizga. Shunda bo'lishini orzu qilamiz inshaalloh. İnşallah. Endi naytı yaxshi jonliq jaronliq hissiyat bilan maqarindishimiz fikrini yetkazdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ama biz mushunda qiliqi o'zimiz g'aflat qilmasligimiz kerak. Öyle yo'g'on tashkilotni qurib qo'ydik. Bizni chuqum izlaydi, nimishqa izlamaydi deydigan bundaq xarakterimiz bor bizniki qarindoshlarimizning ichida nurg'un bo'lgan bundaq ishlar. Endi bizni udul izlash peshdan burun atrofimizni avval egallaydi. Bizniki xarakterimizni, imkoniyatimizni, qanchalik odamlarni yetaklab ma'lig'idek iqtidorlarimizni hamma tarafdan avval egallaydi bular. Egallab qaysi guruh bilan bu ishni elib borsak, qaysi guruh bilan gaplashsak bo'lar deb tasqab ko'rgan chog'ning o'zida afsus hozir tilga og'idek vaziyatda qolmayapmiz bo'lgan uchun meniki eliki mandaq turishchilar ko'p pulli o'tirib qo'ygan gap emas u. İzlamaydi, bu eliki ahmanchilarni izlaydi, boshqalarni izlamaydi degan gapning o'zi bu eliki o'zimchil deb qo'ymadim. Bu uzun yillik izlanishdan keyin amaliy jarayon tajribalardan keyin men ma'lum bir xulosaga asosan buni javobni shunday tizilib berib etib qoldim. Agar yarim soat bunday uzun gap qilish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, vaqt isrofchilik bo'lmaydi, qayshog'an bo'lsa, buni tafsili yaxshi izoh berdim. Ammo shunday bo'lishini orzu qilamiz. Hozir mushu qurolli harakat qilamiz deb ho'kirab yurgan bizniki ne adamlarımız var hazır. Mushu burli hökürse aqısın biraming adam çapanını sötüp taşlap mangıdak mundaq adamlar var. Endi falan deb ismini demesek mahmanlı bilip oldunlar. Adamlarımız var. Ama şu adamlarımızın özüneki qanchalik derecede maslaşalaydiganligi, qo'lidan nima ish qildiganligi yoki vaqirab chiqqan bilan bu ishni yetaklab mangilgan iqtidorniki nima ekanligini albatta tekshirib tadqiq qilib, ular aniqlab bo'lib, ondan keyin ma'lum jihatdan bir yerlarga bergan ishlar bor. Uni jarayonni dafn ketmay ish qilib chuqum izlaydi deb ishonchlik bilan o'zimizga tamanno qo'yib g'aflat qilsak bo'lmaydi. Tutib tursak bo'lmaydi, to'g'ri. Bizni izlaydi emas, biz izlashimiz kerak. Hozir shunday vaziyatda hozir endi Amerika sen Xitoyni otimiz deyapti. Xitoy hozir
Amerika'nın içiga men rasmiy urushni boshladi. 400 ming Xitoyni kirgizgan bo'lsa, 400 ming askar kirdi degan gap. Biologiyalik qurollar, ximiyalik qurol bilan Amerika'nın ichiga 400 ming Xitoy askari kirdi degan gap. Amerika endi sen urushga kirib qoldi. Bizim urush qilgan bir millat Xitoyga qarshi. Bu 70 yıldan yağı biz azadlık için kurash qilyapmiz. Gap bilan bo'lsa-mu, kishilik huquq bilan bo'lsa-mu, nima bilan bo'lsa Xitoyga qarshi bir kurash qilayotgan bir millat biz. Shu millatniki bir vakili men. Men miltiq etib turib vatanni ozod qiladigan guruhning vakili deb biz o'zimizni ma'lum qilishimiz kerak. Agar mening aqamdan 100 adam mang'idak bo'lgan bo'lsa, menda bir shunday nupuz, salohiyat bo'lgan bo'lsa, albatta men chiqdim, o'tirganman, bor edim. Demek hozirgi vaziyatda bizning mustaqillik eqimiga bayroq ko'tarib minayotgan bu vaziyatning o'ziniki hamdamiz bilishayotgan ish. Bunga kirib qolsak hozir ig'ir bir satchilik bo'lib ketadi bu suhbatning o'zida. Anglayotganlarning o'zi mana ig'ir darajada ko'ngilsiz bo'ldi. Shuning uchun biz umumiy ahvolga kirmay mujmal bir shaklda o'tirib qo'yib, biz mana shunday o'tsak, hozirgi mushu ahvolda, o'ylab beqinglar, mana biz qattiq ko'zga ilmayotimiz bu degandan keyin ahmanchi guylar deb xaymani nimalar desak zada deymiz. Biz yaratmayotimiz. Bular bir chaqiriq chiqarsa, 200 degan ahmanchilar bularniki atrofiga o'lishidi. O'ylab beqinglar, 10 ming kishi namoyish degan chog'da xalqlar shu ichayotgan ishini tashib o'tib, haydayotgan mashinasini setib o'tib, o'tirashdan oshundoq badi bechara xalqlar. O'zi borolmay, viza ololmay qolsa, boshqa odamlarga chiqib kirib hatta 30 ming 40 ming dollarni avatib, mana namoyish tashli sonda boshunda ishlar qildi. Boshlarning keyindan xalq mangdi. Mana biz mustaqillikda, jenimiz kassimi, nimalar kassin, biz vatanning mustaqilligidan zada yanmaymiz degan bu keng doiralik bir iqimning o'zida bunchalik bir tiklangan salohiyat bo'lmaydi. Faqat iroda bor, mustaqillikka bo'lgan sodiq bir iroda bor. Andaki sadık bir arzu armanı var her qaysi gruplarının içinde ama xalq içinde yeteklep mangıdak bu rolga çıqanmadı. Vaziyetimiz bu. Bundaq turayotgan bir çağının özüde andaki biz qop yazar bizni izleydi degan çağda hazır qaysini izleydi. Qaysi grupni izleydi. Qaysi iqimni izleydi. Bu bir murakkab masala. Shuning uchun ham izlashni hammiz arzu qilamiz. Xudoyim bo'lsa men deyman Jasaratni izlamayan, şu İngilizce yapılıp, Amerika'nın ne adamlarını yapsayıp şurgen teyidep, ben jasarat izlep kalamayıp olursam. Jasarat o mavi, bikatınmayı, müstakillikte Fransa jüriti, onu izlemiyor ise, hazır bu misalında. Ondak ötüp geçsek, bu tutudu bu işler. Endi şuna hazır biz, ümit cıqtap kettik, halk bunu tayyor turuş gerekdir. Umumi özü halkımız her qaysi tarafdan zaten dünyanın her qaysi devletlerden erkin devletlerde yaşayotgan muşu vatanning mustaqillik kerak degan muşu tuyg'uga kelgan hech bo'lmasa 3 yildan birisi muşu tushunchaga kelgan qarindoshlar har birisi zaten mustaqillik deb bir shuar o'ttirib chiqadigan bo'lsa jinimiz pido deydigan tayyor holat turish kerakki, ammo bu vaqt g'aflat o'tkazish bo'lmaydi. Ham mavi inson haqlarini talab qiladiganlarning o'ziga besim qilish kerak. Muşlarning o'ziga besim qilib, haqqasin shundoq yo'lni izlaysan deb uch ashkar bayonot e'lon qilishasan. Bizning mustaqillik tayyor deydigan Sharqiy Turkiston xalqi 7 yoshdan 70 yoshgacha zot mustaqillik uchun tayyor bo'lgan xalq bu degan shundoq bayonotni sen inglizcha dunyoga e'lon qilishadi. Bularni besim silish kerak. To'g'ri. Mana besim nayt yaxshi nuqtani o'tirib qo'ydi Abdurimjon. Besim qilish degan gap bu haqiqatan to'g'ri. Her qandaq xato yo'linishga burab ketib qolgan yomon niyatliklar boshqa da'voning beshiga chiqib olgan bo'lsa-mu, agar xalq sezgir bo'lsa, agar xalq uyg'oq bo'lsa, hech narsaga buranmaydi. To'g'ri. Aslan o'tganda shu Sharq Turkiston surgunli hukumatining ichida bir qarindoshimiz shu gapni qilib qoldi. Bu Sharq Turkiston surgunli hukumatiga manda xoin bu nemisi aniq emas insonlar kirib o'ylayotdi. Bu bunda kirvasi bo'lmaydi. Bularni chiqarib o'tishimiz kerak deb. Ya bu kirib olgan bilan
bu nima ish qila oladi deganni o'ylash kerak-ku. Agar masalan bu yerda bir xalq oydin uyg'oq bo'lsa, xalqningki mingisida ideologiya milliy iroda aniq bo'lsa, ya'ni bu yerdagi ikki negizlik va aniqli bir nima bor. Biz Sharq Turkistonda to'liq mustaqillikni talab qilamiz. Xitoyda bu yerda ochiq oshkora shuarini qo'llash kerak. Ya'ni Xitoy shartsiz holda bizning to'proqlarimizdan, ya'ni bu yerda ta'ruz berish bo'lmaydi. Askari bilan, noposi bilan shu bizning Sharq Turkistonga kirgan vaqtida keyingi kirgan Sharq Turkistonning vizasini olmay kirgan har bir Xitoy fuqarosi ishg'olchi hisoblanadi. Shu to'proqdan shartsiz noposi bilan butun o'zininki askari hukumati hamma nemisini ip chiqatkicha orliqda kurash qilish bu mustaqillik kurash bo'ldi bu. Ya'ni xalqimiz mushu narsalarda oydin o'shlar bo'lsa, da'voning beshini xato yo'lga burab ketaman yoki ketib qolganlarmi amalsiz qoldi agar Xitoy xalqimizdan bisim olsa. Nima uchun biz bu yerda xalqni uyg'onish kerak? Nima uchun bu gapni takror deymiz degan chog'da xalqi uyg'oq bir millatni hech qanday boshqa kuch xato yo'lga boshlamaydi. Xalqining zikri bo'lsa. Shuning uchun bu yerda milliy irodaninki, bu yerda egilik huquq davosining nima ekanligini bilish kerak xalqimiz. Bu yerda da'vo qilyapman. Masalan, shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti olsun, yoki Amerikaning kongresi olsun, nega bu yerga kirib chiqib rasmga tushib chiqqanlarni o'zini da'vo qilyapman deydi. Ammo bu da'vo degan unda oddiy bir narsa emas. Bu da'vo, milliy da'vo bo'lish uchun sen xalqingning hurligi, vataningning to'liq egilik huquqini oladigan bir nishon bo'lmay turib, u da'vo bo'lanmaydi. Shuning uchun biz deb o'tib ketganimizdek, bu yerda ozroq nimadan to'xtalsak deyman, deb kelsak, nimalarni qilishimiz kerak? Shaxsan men dedim, o'zimizdan boshlashimiz kerak degan joyda. Masalan, nimalarni qilishimiz kerak? Men bu yerda bir misolni deb o'tib ketay. Mening bir kanadalik bir og'aynam bor, vatandan tatib tanishilgan bir kanadalik og'aynam bor. Bu nurg'un qitim mushu bir mazmunni o'ttirib qo'ydi. Ama bu gapi menga nihoyat yoqdi. Endi buni tashkilotlarning raislariga deb beribdi, bir necha o'xshamagan tashkilotlarga deb beribdi. Hech kimning quloqiga qo'shaqmabdi narsa. Ammo o'zining o'g'lidan boshladi bu. Har bir oilada milliy iroda, bu milliy da'vo eni yetilsa, oldi bilan o'zidan boshlasa, ana shu o'rnak. Masalan, mening shu og'aynam o'zining bolasi buningki o'ttirg'a qo'ygan taklifi nimati desa tashkilotlarga shu biz Uyg'urlarni maqsadlik holda yetishtirsak bolalarimizni degan. Masalan, shu hozir nurg'un iqtisod bu yerda hashlanyotdi, yordamlar sunilyotdi. Alloh rozi bo'lsin. Bizning xayri saxovatchi Uyg'urlarimiz, tijoratchilarimiz bormi deganda bor. Neçe milyon dollarını veyran kılıverdi yani aşı O'rta Asiyada iki grupka parçalanıp birisi demokratçı, birisi bizimki olup birisi İslam Cumhuriyeti kurumuz dese bizim bölümünde neçe milyon dollarını ziyan kıldı. Hatta Kazakistan'dan somkulap pul ekip bizden şu hazırki atalmış insan hakları davacılarının aldığı O'rta Asiya'dan somka pul kelgen ispatlar var bir yerde. Yani bunun soruğu yok. Çünkü hazır bir en çok hatalık nime degan chog'da xalqimiz o'zida barini atalaydigan bir xalqimiz bor bizniki. Asli vaslini atalaydigan xalqimiz bor. Ama bu suiiste'mol qilinyapti. Nimacha deganda buning hisobi berilmayapti. Xalqninki ahu zori qini badliga kelgan shu vatanning mustaqilligi uchun berilgan shu sap niyatlik shu pullar, halol pullar bu yerda haramga ishlanib ketib bordi. Haramga ishlanyapti deganim nima degan chog'da men haramga ishlatganini ko'rganan yerim bormi deyish mumkin. Ammo sen vatanning mustaqilligiga shu insonlarning sap niyati bilan shu orzusi bilan berilgan pulni shu to'g'ri yerga ishlatmagan haramga ishlatayotgan bo'lish. Hamda bu yerda iqtisodning hisobi yo'q. Xalqimizni da'voga
iqtisod berishdan saskandirib o'tgan bir vaziyat bor hozir. Ya'ni xalqimizni saskandirib o'tdi. Davomli pul yig'ib, ammo bu pul yig'ishninki bir hisobi yo'q. Ya'ni nega xashlayotgani, nega ketib qolgan hisobi yo'q. Shuning uchun mening og'inam buni o'ttirib qo'ygan yerda men bu batdim ba'zi tashkilotlar raislariga shu gapni qilgan vaqtida. Biz nima uchun planliq farzandlarimizni planliq yetishtirmaymiz? Masalan, har bir 5 yilda bir 18 yoshga kirgan bir bola, 17 yoshga kirgan bola 5 yil jarayonida bir mutaxassis bo'lib yetishib qolaydi bir kasbdan. Masalan, qonunda o'qitayli 10 balani ya 5 balani ma'u xalqaro siyosatda o'qitayli, qonunda o'qitayli, doktor qilayli, askar qilayli. 5 yildan keyin qarasang, o'xshamagan davlatlarda shu kasblarda yetishgan mutaxassislarimiz bor. Hamda hozir vatanda Xitoy bilan urush qiladigan bir ish bo'lsa, bizningki askar yetishtiradiganға, shu askarning beshiga keladiganға bir odamimiz bormi bizning? Yo'q. Suriyada, u yerda qurol yetishni o'rganib olgan qarindoshlarimizdan boshqalar yo'q. Hamda shu ayni vaqtda Qirg'iziston mustaqilligini e'lon qilgan vaqtida Qirg'izistonning mustaqilligini to'lib baş el çıkıp evet olanlar Kırgız'da kalmayı Rusya etkendeki şu pulu deyince. Şunu Muşinda ıslah bulmaslığı için biz ıslah eğer tüygün çok tepkas demiş kılın alayımız degende bir sözleştik. Başlayalım da azırak temin qayt keleli Ümit. Hazır endi biz bugünkü temin mazmunu, asas bugünkü söhbetne mazmunuga kelsak, hazırki Ümit'ninki davatqini biz hazırlık oturup koyuyoruz emas, bunu 20 yıl, 30 yıllardan bu yan teşebbüs kılınıp, sözünüp kilovatkan ama emilleşmeyen bir neme hem de hazırki, şu arzu. Endi hazır bugünkü şu söhbetinin özün mazmunu qaytib kelsek, hazır neme degan chaqda, bir qo'lda miltiq tutarligidagi bir odam, ayolidan, xotin bolalardan, munosabatlardan hammasini rozilik qilib, urushga yotirish kerak degan mushu nuqtani umdaroq tashabbus qilsak qo'llanadi. Mushunda bo'lib qolsa, sen qancha odamni boshlab ma'laysan, sen qancha odamga rahbarlik qilib, gapini kirgizib, oldingi safda qaysi jasoratni ko'ztalaysan degan undaq bir nimada o'ng'a kelishi kerak har bir qarindoshlarimiz. Endi avlodlarni tarbiyalash, millatninki mutaxassis tarbiyalash ishlarning o'zini buni bir tashkillik, kollektiv holda uzunga suzilgan 5 yillik, 10 yillik planlar bilan yapmaydigan ish. Endi bugungi suhbatning mazmuniga kelganchigimizda, endi yana voy Xitoyda Amerika urush qilib ketibdi, bolalarini undan tarbiyalasam bo'lmagandek deb, bolalarni yaxshi o'qitayman, juma adashmay urushga bormay turay, davoladigan yerda emas. Men jasoratlanib qirib qoldim, deb o'tirib qolishguncha qirib qolmaysan sen. Endi bolalarni Allohga omonat qilib, mangadigan gap, bu 33-yildagi 44-yildagi Cumhuriyetni qurganlar hammasi 17 yoshdan 22 yoshning oralig'idagi uşaq bolalar emas. Ularninki ba'zilarining 6 bolasi, ba'zilarining 5 bolasi o'yda qilib qolgan, urushga otlanib chiqib, urushni qilib, ozod qilib, G'o'ljininki ma'lum rayonlarni ozod qilib bo'lgandan keyin andagi rasmiy askar tashkillanib, davlat armiyasi tashkillanib, andan keyin 18-25 yoshlik bolalarni askarlik andan keyin qabul qilgan. Ammo oldingi safda urushni boshlab rasmiy shahid bo'lgan chog'ning o'zida sen o'xshash biz o'sha odamlar chiqqan urushga. Shuning uchun bugungi suhbatninki oxirgi negiziga qaytib kelsak, bugungi suhbatning o'tib qo'yilgan maqsadiga qaytib kelsak, og'inlar. Mush odamlar hammasi zodi qisas olaman, ota-onamning qisasini olaman, ajdodlarimning qisasini olaman, vatanga haqsiz kirib olgan mush Xitoy bosmachilardan zodi kirganga qon qustirman deydigan bir irodasi bor, arzusi bor. Mushunda Uyg'urlar urushga yotirish kerak degan xulosaga kelgan. Bu mencha ko'p sonliq xalqimizning ko'p sonligini egallaydigan ruh mushu. Men bu xalqimizda mushu ruh bor. Bu yerda nima uchun xalqimizda shu ruh bor degan chog'da, bu yerda faqat qaymoqtirilish, uzun yil qaymoqtirilish ketdi xalqimiz uchun. Uzun yil nima qilarini bilolmaydigan millatning ingini qaymoqtirib o'tganlar bu da'voga eng cho'ng ziyonkashlik qildi. Amaliyotda xalqimiz shunday bir
yong'in chiqqan vaqtida shunda bir o't yiqilgan vaqtida bu urushga xalqimiz shu jinni bera oladigan bir xalq bizning. Chunki har bir 10 yilda o'zinglar hammamizga ma'lum, har 10 yilda 15 yilda Xitoy bunda cho'ng bir bostirishni qilyotdi. Albatta bu voqealarning oqisida Xitoylik baldir tug'dirib o'tish planlari bilan o'tirib chiqargan bo'lsa-mu, ammo bu yerda buni pozitiv nimasini ko'ra olamiz, pozitiv jihatda degan chog'da shu jinni ato qila oladigan xalqimizning borlig'ini ko'ra olamiz. Xitoymi buni bilgachga shu har 10 yilda 15 yilda bir shunday xalqimizni qirg'in qilib keldi. Shu naslni yo'qotib keldi. Ammo bu yerda bir insonga kirgan boy degandek bir milliy oshiqlik, ishtiyoqlik bu bir qirilish bilan tugaydigan narsa emas. Ammo biz davomli uyg'otib turishimiz kerak xalqni, o'zimizdan boshlanishimiz kerak. Boy Abdurahimjon chiqanlar degandek, nereden başlaşmamız gerek deganda Abdurahimjon aniq bir gapni qildi. O'zimizdan. Biz tayyor bo'lishimiz. To'g'ri. O'zimizdan. Undan keyin bu har bir o'zimiz yashayotgan davlatlarda nima qilishimiz kerak ham deb. Bu yerda biz kepanimizni tayyorlab, o'zimizni hozirlab, bekor yotamdi. Yo'q, uni qilmaymiz. Biz qachon shu paytgacha shu vatan to'proqlarimizga qarab mang'ich arliqda eng bo'lmagan chog'da biz o'zimizningki 5-6 oylik o'zimizga yetadigan iqtisod o'zimizning qurolining pulini tayyorlashimiz kerak. Hatto hayotimizda o'mrimiz yorversa shu yerda shehid bo'lguchi arliqda oz deganda qanchalik Xitoyning jinini olalash uchun bir o'qning pulini tayyorlashimiz kerak. O'zimizning kepanining pulini tayyorlashlar emas. Bu yerda har bir tal o'qning hisobini qilishimiz kerak. Men hayot bo'lsam, bir kunda manchi Xitoy o'ltirsam, men manchilik 5-6 oy urush bo'lsa, 5-6 oy manchi Xitoyga xalqimning o'chini ola oladi ekanman deb pulini yig'ishimiz kerak. Bu yerga qalayimqan pul chekishning o'rniga. Endi qila oladigan yana bir nima ishlar bor degan chog'da hamma odam ras o'zimizdan boshlanishimiz kerakki, yaqindan yog'i bir necha yerlarda Uyg'urlar orasida to'xtamay o'zbeklarning, buning turklarning ba'zi vaz nasihatlarini qo'yayotdi, ko'p xotinlikni targ'ib qilib. Hozir ko'p xotinlikni targ'ib qilib, millatning bu nimasini mingisini qaymoqtirgan voqea emas qarindoshlar. Mushu ko'p xotinlikni targ'ib qilayotgan yoki shu tabliq qilayotganlar qarindoshlar, bir xotin bilan yashab turayli. Hozircha iqtisodni qurol yaratishga keraklik vatanning kerak yerlariga saqlab qolaylik. Undan keyin o'zimizning oilasidan boshlaylikki, ikki chapan olmasak hech nima bo'lmaydi, yilda bir chapan kiyib tursak bo'laveradi. 5-6 oyoq ip nimamizga iskilatimizga qo'yib qo'ymasakmi bo'laveradi. Endi putimiz sesib ketmasin desak, ikki oyoq bilan yozsak bo'laveradi, birini qishqa, birini yozga. Shuning uchun har bir hashlagan pulimizga diqqat qilish va urushga tayyorlik qilgandek saqlanishimiz bizningki masalan Turkiya Cumhuriyetimi butun insonlar o'zining qulog'idagi halqisi bilan xotinlar o'zining ombiridan nima bo'lsa shuni shu askarlarga shu vaqtda yetkazib bergachga Cumhuriyet saqlanib qoldi, ya'ni Turkiya to'proqlari saqlanib qolgan ishg'oliyatdan. Shuning uchun bizda bir ruh bo'lish kerakki, hatto bizda onalarning bunga nisbatan cho'ng bir to'kpisi bo'lish kerak. Bir millatningki farzandlarida milliy ruhning yetilishi dadalardan kelib chiqmaydi, onalarning yetishtirishdan kelib chiqadi. Bizningki onalarimiz bilan bu inqilobiy ruhga davlatchilik ideologiyasiga ega millatlarningki onalarininki farqini bilishimiz kerak. Masalan, Turkiya nima uchun Turkiya 600 yil 6 asrdan o'shiq 3 qit'aga hokim bo'lgan davlat oxirida ishg'oliyatning ishigiga kelgan vaqtida yana nima uchun o'zini qutuldirib, yana hozirgi dunyodagi kuchli davlatlarning bir holiga keldi degan chog'da onalarining bolalarini yetishtirgan vaqtida bir bolasini shehid versa, ikkinchisini yana askarga yozdiradigan onalarningki ta'siridan bo'ldi. Shundoq. Bir bolasini shehid versa,
vatan sağ olsun deb turib yana bir bolasini avutalaydigan onalardan yetishgan farzandlar bo'lganligi uchun davlat saqlanib qoldi ishg'ol etdi. Bu Doğru. Şu anda gapni xuloslasak, og'aynilar, bugungi tema asosan javob oldik. Ya'ni qisqasi tayyorlikni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Qarindoshlarimiz degandek, kimni izlaydi biz bilmaymiz hozir. Chunki izlashni boshlagan bo'lishi mumkin. Buni kimni izlaydi va kimni izlashi kerak, menimcha nihoyatda cho'ng bir tema. Buni mushu qarindoshlarimiz bilan ayrim tema qilib, bir nechaga bo'lib, tuvanda ko'rayotgan qarindoshlarimiz bilan birga muloyiza qilamiz, o'tirib qo'yamiz, so'zlashamiz. Chunki hozir qarindoshlarim ishga da'vatsizlar, ma'alaqay o'tirni egallab olgan peshkalar sahnani bo'shatgani yo'q. Hozir ularning sahnani bo'shatilgan davri. O'shuning uchun bizga o'xshash oq-qorni farq etganlar, bu peshkalarning mohiyatini tunib yetganlar xalqimizga o'zimizning tushunchasi bo'yicha mushu peshkalarning mohiyatini anlatishimiz kerak. Ana shu chog'da xalqimiz O'rta Osiyoda kelgan so'mqilab kelgan pullarni ishratga aeroplanga bir to'shiklarga kirishga beramdi va yoki hozir Umid qarindishimiz degandek ikki oyoqni kiyib turib bir pay o'q uchun yig'amdi buni. Ertaga urush bo'lib qolsa bir miltiq bir pay o'q uchun yig'amdi. Mushuni xalqimizga to'g'ri tushuntirish, xalqimizning mush jihatga o'lgan ro'yini g'idiqlash, texmi ko'p odamni bizga o'xshash mushundaq haqiqiy to'g'ri yo'lni to'naydigan qilish uchun qarindoshlarim bizning vazifamiz og'ir. Ya'ni mushu temalarda inshaalloh oldimizgi kunlarda cho'nqurlab muzokara olib boramiz, tahlil olib boramiz. Bugungi temaga shaxsan men rozi bo'larlik javob oldim. Inshaalloh bu urush uzun qolmay bo'lg'isi. Shaxsan men qurol etishni mashq qilishdan boshladim. Bu g'arb ellarida tasamasga bir qurol etish klubiga a'zo bo'lsalar, qurol qonunliq setvoqli bo'ldi ekan. Tapancham yenimda turibdi. Urush bo'lib qolsa o'qimma tayyor. Etishni o'rgandim. Burun men qurolning purug'ini maşallah. Qurolning purug'ini purab boqmagan birisi. Hozir yaxshi puraydi qurol. Hakikaten etir puraydi ekan, uni purab bayilib ketdim. Ham hozir kechilarmi ba'zida shu tapanchamni silab uxlab qolaman. Qachon urush bo'lar? Jasaret Senin gepinge bir nayte yaxshi gap qilding. Ma Virginia shtatida yashaydigan bir inim bir hamda yaqin o'tadigan bir qarindishim bor. Inim. Shuning arlab Facebook'larda rasmlarini ko'rib qolma yiqib o'timiz hamda. Shu inimiz davomli o'zininki askar mashq qilayotganligini, u rasmiy kasbiy askar alayda special force'lar var, alayda qismlarda mashq qilib tarbiyalanadi. Shu inimizni ko'rsam shunda so'yinib ketaman-da. Hozir mana Uyg'urni hozir sen deding, Uyg'urning qila oladigan ishi Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bir kishi gassamni qo'shma deydiganlar, bu yeshiga yetgan o'g'illar bo'lsa, shu o'g'illar bilan birga mushundaq askariy mashqlarga qatnashishi. Ya'ni hozir o'zimizdan boshlanishimiz kerak dedik-ku. Hozir ikki Xitoyning oldiga kelsak, tayoq yeb ketmaydigan. Chunki har zaman qo'limizda qurol bo'lmasligi mumkin. Chunki hozir Sharq Turkiston to'proqlarida cho'ng'ilgan Xitoylarmi shu to'proq mening deydigan bo'ldi hozir Xitoylarchi. Ular ayni vaqtda biz yaratmaydigan Manglur Xitoy, Cho'shq Xitoy deydiganlar va bizning go'sht kabob, go'shtkirda polo bütün bizningki yeydigan tamoqlarni yeb bizga o'xshash Uyg'urlarga o'xshash baslik bo'lishga boshladi ularmi. Shuning uchun o'zimizning darajasidagi ikki Xitoy kelsa, shu ikki Xitoyni dassalaydigan kuchga ega bo'lish kerak. O'zimizdan boshlanishimiz kerak, bolalarimizdan boshlanishimiz kerak. Undan keyin oxirida unutib qoldim, buni qo'shimcha qilyapman menga yakka. Yana bir qila oladigan ishimiz biz cemiyet işimiz kerak mi dedik-ku. Bu yerda qila oladigan yana bir ish bor. Shu bizning millatninki mustaqillikni talab qilganligimizni bildiradigan nurg'un ishlar bor. Masalan, shu o'zimizning mashinasiga bir jumla gap. Sharq Turkiston to'liq mustaqillik yoki bo'lmasa Xitoylar Sharq Turkistondan chiqib ketsin degan gaplar. Mashinalarimizning orqasiga chaplab olsak,
Qizilchiroqda haq qaramayman desimi ko'rdi buni. Bu bekor bir tashviqot, bir choplab qo'ysak turadi mashinamizda. Bundan keyin o'zimiz yashayotgan yerlarda mahallalarimiz bilan yaxshi o'taylik qarindoshlar. O'zimizning bu bizning ya'ni o'zimizning milliy axloqimiz, diniy axloqimiz mahallamizdagilarga bu davoni anglitaylik. Undan keyin o'zimiz yashayotgan yerdagi siyosatchilarga, mesela Amerika'da shtatning millat vakillari va davlatlik kongressga, parlamentoga aytilgan millat vakillari va mujumda siyosatchilarga bu Amerika'da siyosatchilarning aloqalash uchurlari uchuq, xalqqa uchuq bo'ladi. İnternetdən, Google'dan izlese her qanday adam tapalaydı onun e-mail adresini. Bu bir yaxşı yeri bu Amerika siyosatchilariga yozilgan bundaq rasmiy, bundaq iltimos shaklidagi xatlarni bular cho'rib etmaydi, arxivida saqlaydi bular. Bunda bu dunyoning hamma yerida o'zimiz yashayotgan shu grajdanlikning haqqini biz qo'llanishimiz kerak. Men grajdan deb turib, bir oilada 5 jon bo'lsa, shu 5 jonning imzosini 10 jon bo'lsa, 10 jonlik oilalarga tasdiq hozir chet elda. Shu ailemizde qancha jon bo'lsa, shuncha jonninki imzosini qo'yib turib, ismlari bilan shu siyosatchilarga bizning Sharq Turkistonning mustaqilligidan boshqa narsani talab qilmaydiganligimiz, Xitoy Sharq Turkistondan to'liq chiqib ketkichi orliqda bu da'voni to'xtamaydiganligini bildiradigan xatlarni yozishimiz kerak. İbrahim Abdurrahimjon qarindoshimiz degandek, biz saqlab turmasligimiz kerak, qachon bizni izlaydi der. Bu biz izlaymiz. Biz hakikaten şu özümüzden başlap, hakikaten şu tayyorlik bay degandek birisi mayli qurol etishni mashq qilayli, mayli badan chiniqtirayli va yoki ballarımızga bu ideyani singdirib, biz o'lab ketib qolsak, ballarimiz aşı Xitoydan ant oldigan. Men bu o'zimga qasam beraman, hayotda 10 Xitoyni o'ltamay o'lib ketsam, harom ketib qolgan bo'lib qolay degan gapim bor. İnşallah çünkü bu Xitoyniki qilganlari qinimizga o'tib ketdi, qinimizga. İnşallah muşta uruş bak kelsin. Muşu cihatte abay qarindoshlarimiz degandek her cihatdan tayyor turayli qarindoshlar. Kimni izlashni oldimizdagi programmalarda inşallah tafsiliy muzokara qilamiz. 2 soatdan eshitdik qarindoshlarim hali nihoyat yaxshi paranglashib oldik. Tuvanda bugun bu nihoyat ko'p qarindoshlarimiz ko'rdi, ham aktiv qatnashdiganlar bo'ldi. Az bo'lmagan ko'rurmanlarimiz bilan o'rtoqlashdik ideyamizni deb o'ylayman. Bizning oldimizda o'rtoqlashadigan nurg'un temalarimiz bor. Yana bir qatam ko'rishguncha omon bo'linglar qarindoshlarim. Xitoy virusidan diqqat qilinglar. Yana bir ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat hamsa. Rahmat. Alloh omonat bo'linglar. Alloh omonat hamsa. Yarken turpan Ürümçi Gulca Atış kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum sen bu dünyadaki En güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz Mihirge tuğan Aynı saktin bu akıl digilistan harman Yana menki davam kıylan üzülüp kalma Sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrleniş, asrab suyuş, davom ta abad Dua qilar, ajr qilar, to'kib termikman Ana yurtum, o'z farzandimman, o'zimmas haqiqat Yusuf Mahmud farzandi
faxrim mahkam yodimda Allay badur maqtahrim Allah o'tgan qo'ynimda Sen joyib tutmishga o'lmassiz deraksiz U jismingda vaqtdan suymab tugimas cheksiz Yurtim sana vücudumda cheksiz muhabbat Faxrlanish, asrab suyish davom ta abad Duo qilay, ajr qilay ko'ktar mehnat Ona yurtim, o'z farzandimman o'zilmas haqiqat Oğuz royi Sınsun çildizge Ümmet işeç Ümlü xeyret Bu soğu bizge Hirindaşla Kul bergin duruz Hamra kıl külke Yurtum sana vücudumda cheksiz muhabbat Faxrlanish, asrab suyish davom ta abad Duo qilay, ajr qilay ko'ktar mehnat Ana yurtum, o'z farzandimman o'zilmas haqiqat Ajr qilay